Mana shu podkastni ko'rmaganlar kelajakda o'z kasbini sun'iy intellektga bo'shatib berishga majbur bo'ladi. Butun dunyo sun'iy intellekt bilimi bazasini hisoblasang, o'ylab ko'rsalaringda, O'zbekiston jamiyati shuni necha foizini foydalana olyapmiz yoki necha foizini bila olyapmiz deb o'ylaysizlar hozir? Agar o'qituvchilar bu ketadigan bo'lsa, kelajakda ishini yo'qotib qo'ymaydimi? O'qituvchilar ishlatib ko'rish kerak, imkoniyat bor darajasida o'zini sohasida. Maktablarda sun'iy intellekt dars berishni boshlayotgan. Sun'iy intellekt qanchalik insonga o'xshayversa, odamlarda qo'rquvi shunchalik ko'p bo'laveradi. Ya'ni his-tuyg'ularni insonlar bilib qolsa, O'qituvchilardan konspekt, tezis talab qilib yurilibdi-da. Sun'iy intellekt hali gapirmasa ham bo'ladi. ba'zi bir kasblarni o'rnini egallaydi. Shuningdek o'qituvchilik ham bo'lishi mumkin. Faqat hamma o'qituvchilarni emas. Sizni ota-onangizdan ko'ra yaxshiroq o'rganib oladida. U sizni mana shu bir marta gaplashgandan keyin doimiy sizga maxsus siz uchun yaratilgan kontentni ishlab chiqadi. O'z sohasining professionallaridan ta'lim ol. Profi University 78 777 11 11. Assalomu alaykum, Tanaffus podkastining muxlislari. Bugun biz Tanaffus podkastining yangi sonini efirga olyapmiz. Bugungi sonimizda biz juda ajoyib bir juftlikni taklif etganmiz. El-yurt umidi jamg'armasining stipendiatlari hozirga kelib, yigitimiz Yoshlar ishlari agentligida ishlashmoqda biz bilan birgalikda va turmush o'rtoqlari esa Qishloq xo'jalik vazirligida ishlashyapti. Tanishinglar, Abdulaziz Suyarov hamda Xadichabonu Suyarovalar. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Bugungi ozgina tanishtirib o'taylik. Xadichabonu Suyarova hamda Abdulazizbek Suyarov bular El-yurt umidi jamg'armasi orqali Buyuk Britaniyada tahsil olib kelishgan. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugungi sonimiz juda ham bir qiziq son bo'ladi, chunki bu mavzuda anchadan beri biz gaplashishni, ekspertlar bilan, o'z mutaxassislar bilan gaplashishni reja qilib yurgandik. Mana hozir hayotimizga zamonaviy texnologiyalar kirib keldi. Ayniqsa mana sun'iy intellekt haqida hamma joyda gapirilyapti, lekin afsuski, menga afsuski bu narsa, misol uchun ta'lim jarayoniga, ayniqsa maktab ta'limiga hali ham yetib borgani yo'q. Biz umumiy mavzumiz sifatida mana shu sun'iy intellekt va ta'lim. Umuman agar o'qituvchilar bu ketadigan bo'lsa, kelajakda ishini yo'qotib qo'ymaydimi? Mana shular haqida atrofida gaplashamiz, suhbat quramiz va Abdulaziz aka, savol bilan sizga yuzlanaman. O'zi sun'iy intellekt nima degan savolga o'zi to'g'ri, bu savolim ozgina kulgili tuyulishi mumkin, lekin hali sun'iy intellektni foydalanib ko'rmaganlar ham bor kuzatuvchilarimiz orasida va hozirgi kunda mana ta'lim muassasalarida shunaqa bo'layaptiki, o'quvchilar, hozir yosh avlod sun'iy intellektdan ancha ilgarilab ketdi. Har xil turli xillarini misol uchun foydalanishyapti. Lekin misol uchun aytaylik, biz bolalik paytlarimizda o'quvchilar bilan, sinfdoshlarimizdan bilan tortishib qolsak, ertaga shu ma'lumotni ustozimizdan so'rab, to'g'rimi yoki noto'g'ri aniqlik kiritamiz deb ustoz oldiga borardik-da. Hozir yoshlar ustoz oldiga bormayapti. ChatGPTga shunday yozadi, javobini variantlari bilan har xil ko'rinishda chiqarib beryapti. Shuning uchun men sizdan birinchi savolim so'rab qolarim, sun'iy intellektni oddiy, sodda tilda bir tushuntirib bersangiz, o'zi nima bu? avvalambor assalomu alaykum. Men o'sha universitetda, Leeds universitetida, Buyuk Britaniya juda ham ajoyib universitet, innovatsiyalar menejmenti yo'nalishida ta'lim olgan davrimda dissertatsiya mavzum juda ham qiziq bo'lgan. Bu aynan o'sha generativ sun'iy intellekt instrumentlarini, ya'ni ChatGPT, Cloud, DeepSeek va hokazo mana shunaqangi instrumentlarni menejmentda qo'llash u qanaqa ta'sir qiladi? Ya'ni insonlarda kreativlik degan narsalar bor, empatiya bor, bundan tashqari his-tuyg'ular bor, ma'lumotlarni tahlillash bor va hokazo nuqtai nazardan u qanaqa ta'sir qiladi? Qaysi biri ijobiy, qaysi biri salbiy? O'sha payti mani ilmiy rahbarim Jon Palfrayman IBMda konsultant bo'lib ham ishlaydilar. U kishi juda ham chiroyli qilib ta'riflab bergan sun'iy intellektni, ham kulgili, ham haqiqatga yaqinroq. Sen tasavvur qilishing kerak, seni har doim sen bilan birga bo'ladigan do'sting bor. U juda ham bilimli, juda ham aqlli, hamma narsani biladi. Faqat ozgina ichib olgan. Ya'ni uni gapi har doim ham rost emas. Har doim ham nima deydi, o'zi nima deyotganligini bilmasligi mumkin. Shu nuqtai, lekin juda ham aqlli. Undan maslahatni so'rash kerak va undan o'rganish kerak, lekin ba'zi joylarda tekshirish kerak. Va hokazo. Mana shunday qilib ta'riflab berganlar.
Shuning uchun innovatsiya menejmenti nuqtai nazaridan aytib qaraydigan sun'iy intellekt bu disruptiv innovatsiya. Biz birinchi mana Google paydo bo'lganda yoki bo'lmasa raqamli kameralar paydo bo'lganda bundan 5-10 yil oldingi taqqoslaydigan bo'lsak, aynan tadqiqotchilar yoki nimadirni yozadigan bo'lsak, qidiradigan bo'lsak, qanaqa qiynalganmiz Googledan oldin. Masalan, 80-chi, 70-chi yillardagi tadqiqotchilarni biz o'ylaydigan bo'lsak, maksimum aytaylik 10lab, 50ta siz jurnalni o'qishingiz mumkin bo'lgan bir oyda ichida yoki 3 oyda ichida. Google bilan yoki Google Scholar bilan siz 100lab, 200lab maqolalarni bir vaqtda o'zida o'qishingiz, tahlil qilishingiz mumkin. Sun'iy intellekt bundan ham ko'proq imkoniyatni sizga taqdim qiladi. Buni eng asosiy ijobiy tomoni sizni vaqt nuqtai nazaridan eng zo'r instrumentingiz, vaqt nuqtai nazaridan sizni juda ham zo'r qo'llab-quvvatlaydi. Hamda boshqa aytaylik ta'lim jarayonlarida ham ko'plab sizga o'zini imkoniyatlarini taqdim qilishi mumkin. Sun'iy intellekt qisqacha mana shunday. Yaxshi. Hozir sizlar alohida universitetda o'qigansizlar Buyuk Britaniyada. Siz Hadichaxon qaysinda o'qigansiz? Men Shotlandiyada o'qiganman. Shotlandiyaning poytaxti Edinburg shahrida, Edinburg universitetida tahsil olganman. Qaysi yo'nalishda? Ta'lim yo'nalishida. Ta'lim falsafasi, siyosati va ta'lim boshqaruv yo'nalishlarida o'qiganman. Ta'lim ekspertida, ulug'bek qarang. Zo'r. Abdulazizbek? Men innovatsiyalarni boshqarish yo'nalishida ta'lim olganman. Leeds universiteti, Liverpool va Manchester shaharlarini bizni futbol muxlislari juda ham yaxshi biladi. O'shalarni o'rtasidagi kichkina shaharcha, industriallashgan shahar. Shuning innovatsiyalar juda ham ko'p u yerda. O'sha yerda innovatsiya menejmenti bu yo'nalishim nuqtai nazaridan dunyoda top 50 ta turadi, universitetda o'zi top 100 da turadi. Qoyil. Mana Hadichaxon umuman ta'lim falsafasi bo'yicha dissertatsiya qilgansiz, to'g'rimi? O'sha yo'nalishingiz nima? O'zi ta'limni o'qitish nimasi, maqsadi, ha? O'zi nima uchun ta'lim kerak? Shu narsaga javob topganmisiz? Masalan, falsafani o'rgangan ekansiz. Men to'g'risini aytsam, dissertatsiyam aynan falsafa bo'yicha bo'lmagan, ta'lim siyosati bo'yicha bo'lgan, lekin ta'lim falsafasi men uchun eng qiziqarli kurs bo'lgan. Ikki marta semestrda ham u yerda kurslarda o'zingiz xohlagan mavzuni, xohlagan sohani tanlab o'qishingiz mumkin. 2 marta ham ta'lim falsafasini tanlaganman-da, shunchalik qiziq Nima bo'lgan. uchun? Chunki aynan siz aytgan narsa uchun o'zi ta'lim nimaga kerak? Birinchi savolda o'zi shunda-da. Birinchi почти deyarli 1 oy o'zi ta'lim nimaga kerak degan savolga javob topishga harakat qilganmiz. Topganmisiz? Javob. Hali hech kimda javob yo'q. Zo'r. Hali javob yo'q. Chunki Nima uchun masalan har bir jamiyatni ehtiyojidan kelib chiqib aytiladigan javobda, masalan, hozirgi davr, 21-asrda hamma narsa shu mana bu yer sayyoralar quyosh atrofida aylanganda, hozir hamma narsa kasb atrofida aylanyapti-da. Talabalardan ham so'rasangiz, nima uchun o'qiyapsiz desangiz, ish uchun deydi. Baribir ham o'qiyotganda oliy maqsad hammada ishga joylashish, olayotgan diplomi, bilimi kelajakda ish bilan ta'minlanish bo'ldi. Maktabda ham o'quvchilardan so'rasangiz, ko'pincha ular darsdan qoniqmayotgan bo'lsa, miyasida bitta fikr bo'ladi. O'zi kelajakda bu bilim menga ish joyimda kerak bo'ladimi, yo'qmi? Degan savol bilan anaqa qiladi-da, hamma yuzlanadi-da. Demak, hozirgi ta'limda maqsadi nima deganda, ko'pincha bu ta'limdan keyingi jarayonda kelib chiqib aytiladi. Hozirgi ta'limda asosiy maqsadi shu kadrlar yetishtirib chiqarish bo'lib turibdi. Hozirgi vaqtda mana bu ish bilan ta'minlash, kelajakda jamiyatda o'z o'rnini topish degan ma'noda bo'lib turibdi. Shu o'rinda mana bitta qo'shimcha savolda, umuman maktabni vazifasi nima bo'lishi kerak o'zi? Maktabni siz uchun umuman aslida 21-asr maktabi vazifasi nima bo'lishi kerak? Bu savolga har xilcha rakursdan qarab javob berishimiz mumkin. Siyosiy jihatdan aytadigan bo'lsak, maktabni vazifasi ko'pincha mas'uliyatli, vatan uchun xizmat qiladigan, ertaga shu davlatda oldinga tortib ketadigan kadrlarni, fuqarolarni yetishtirib chiqarishi mumkin. Oddiy xalq uchun kelajakda shu o'rnini topa olishi uchun boyagi shu oddiy xalq kelajakda qolib ketmasdan bir-birosidan kelajakda bir qanaqadir inson bo'lib yetishib chiqish degan maqsadda bo'ladi. Lekin hozirgi zamon maktabni vazifasi qanday bo'lishi kerak degan savolda bu yerda bitta kalit so'z bor, hozirgi zamon maktabi. Chunki hozir kelajakda masalan ishli jamiyat bo'lmasligi mumkin-da. Hozir sun'iy intellekt kirib kelyapti.
balki sun'iy intellekt butunlay kelajakda ish tushunchasini o'zgartirib yuborar. O'shanaqa jamiyatda maktab hozirdan tayyorlab borish kerak-ku, to'g'rimi? Hozirgi maktabga kirib o'qishni boshlagan o'quvchini kelajakda bizardek kutib turgan ish bozori kutmaydi. Boshqacha ish bozori kutib turibdi-da. O'shanaqa jamiyatga qanaqa tayyorlash Inqilob kerak deyman. borda, inqilob bo'ldida. Mana Demak, misol qiyinroq vaziyat kutib turibdi deyapsiz. Ha, chunki baribir ta'lim hozir sodir bo'ladi. Hozirgi momentda 2025-yilda, lekin natijasi kelajakda bo'ladi. 10 yil. 10 yil, 15 yil, Siz masalan 20 yil. maktabda ta'lim berayotganingiz u 11 yil, 12 yil keyingi avlodni tayyorlashga nuqtai nazardan ta'lim berasiz. Lekin 12 yildan keyin boyagi savolga ham sun'iy intellekt shunaqa yomon. Nima uchun odamlar qo'rqadi? Sun'iy intellekt rivojlanishlarida qolgan texnologiyalarga nisbatan masalan 4 ta sanoat inqilobi bo'lgan bo'lsa, bu 5-sanoat inqilobi, raqamli sanoat inqilobi. 4 ta sanoat inqilobida ular o'zgarishni siz o'zingiz his qilgansiz. Yillar ketgan, eng kamida 100 yil, 150 yil ketgan. Masalan, har bir texnologiyaga odamlar moslashishga ulgurgan. Bitta avloddan ikkinchi avlodga o'zgargan. Sun'iy intellektda unaqa emas. 2022-yilda masalan OpenAI o'zini ChatGPT'sini modelini e'lon qilgan bo'lsa, 2 yil ichida juda ham ko'p o'zgarishlar 2-3 yil ichida bo'ldida. Hattoki ularning ichida ikkita Amerika Qo'shma Shtatlarini, Yevropani hamda Xitoy o'zini modellari bor. Hammasi bir-birini to'ldirib ketyapti va eng yomon tomoni masalan sun'iy intellekt deganda faqat ChatGPT emasda. Sun'iy intellekt bu IoT'lar bor, Internet of Things degan tushuncha bor. Ya'ni har kuningizda sun'iy intellekt tasavvur qilishingiz, bu o'zini boshqaradigan mashinalar, dronlar, robotlar va hokazo, kameralar, butun bir borlig'ingiz sun'iy intellektdan iborat bo'lishi mumkin. Shuning uchun ham rivojlanish juda ham, balkim sun'iy intellektda ishlaydigan olimlar bu yilgi Nobel mukofoti sovrindorlari tibbiyot sohasida Nobel mukofotini olganlardan biri mana insonda shunaqangi oqsillar bor. Shu paytgacha bitta aytaylik moddani yoki bo'lmasa qanaqangidir oqsilni tadqiqot qilish uchun bitta PhD talab qilingan bo'lsa, Nobel mukofoti sovrindori bo'lgan tadqiqot ishi shunaqa bo'lgan. Qandaydir bir soatlar ichida minglab oqsillarni tadqiqot qilish imkoniyatini bergan sun'iy intellekt. Bu fanni qanaqangi darajada tezlashtirib yuborgan. Xuddi shunaqangi narsa. Shuning uchun ham insonlarda qo'rquv bor. Ertaga sun'iy intellekt mana shunaqangi darajada ta'limda ham xuddi shunday o'zgartirib yuborishi mumkin. Butun dunyo sun'iy intellekt bilimi bazasini hisoblasang, o'ylab ko'rsalaringda, O'zbekiston jamiyati shuni necha foizini foydalana olyapmiz yoki necha foizini bila olyapmiz deb o'ylaysizlar hozirgi momentimizda, umuman jamiyatimizda? Endi jamiyatda kim haqida aytganingizga bog'liqda bu. O'qituvchilar deylik. Mayli o'qituvchilar endi agar Menimcha hali maktablarda faol tarzda sun'iy intellektni joriy etish bo'yicha hech narsa ish qilinayotganligi yo'qda. O'qituvchilarda ham sun'iy intellektdan foydalanishga rag'bat yo'q masalan. Ular qanday qilib foydalanishni ham bilmasligi mumkin yoki unga qanaqa munosabatda bo'lishni ham bilmayapti bizda. O'zi bunda kim yetakchi bo'lishi kerak? Davlat tashabbusni qo'lga olishi kerakmi yoki o'qituvchilarning o'zimi? Menimcha sun'iy intellektga endi qo'shilib ketishda yoshini hisobga olgandan keyin ko'pchilik o'qituvchilar o'zi yoshi katta ko'proq. Ularda ham anaqa sun'iy intellektga qo'shilib ketish oson bo'lmaydi. Davlatda ham o'rni bo'lishi kerak deb o'ylayman. Yosh o'qituvchilar masalan hozir o'zi yoshlar sun'iy intellektni eng ko'p foydalanuvchilarida. Eng ko'p ular yangiliklarga moslashuvchan eng faol foydalanuvchilar ham yoshlar bo'lib turibdi va yosh o'qituvchilar ham shuningdek foydalanayotgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun hozir endi davlat ham tashabbusni qo'liga olishi kerak. Sun'iy intellektdan foydalanish qoidalarini ishlab chiqish kerak. Sun'iy intellektdan qanday foydalanish kerak? Qaysi jihatlarini o'ylab ko'rish kerak? Qanaqa cheklovlar bo'lishi kerak? Foydalanishga o'rgatish ham kerakmi? Misol uchun sun'iy intellekt nimasini o'rgatamiz? Chunki bilasizmi, mana masalan oliy ta'lim muassasalari yoki masalan maktablar, keyin mana Amerika Qo'shma Shtatlari yoki Yevropada men o'zimiz ta'lim olgan joydan biz aytadigan bo'lsak, ularda shunaqangi tushuncha bor. Sun'iy intellektni o'qituvchilar ishlatib ko'rish kerak, imkoniyat bor darajasida o'zining sohasida. Lekin shu tomoni bor. Ularda sun'iy intellektni ishlatish bo'yicha reglamentlar bor. Har bir oliy ta'lim muassasasi yoki maktab o'quvchilar qanaqa ishlatish kerak, qanday holatda ishlatish kerak va hokazo. Keyin bizda shunaqangi zo'r holat bor edi. Masalan, men O'zbekistonlik talabaman, osiyolik, xitoyliklar va hindistonliklar. Xitoylik talabalar sun'iy intellektni har xil turlarini
deyarli qayerda qachon ishlatish mumkin, nima qilib ishlatish mumkin judayam zo'r bilardi. Masalan, leksiyalarda o'tiramiz yoki ma'ruzalarda o'tiramiz. Men misol uchun keltiraman. Ular o'zini telefoni yoki laptop, noutbugini yoqib qo'yishardi-yu, o'qituvchi gapiraveradi. Boyagi undagi dastur, sun'iy intellekt bilan ishlaydigan dastur o'qituvchini gaplarini konspekt qilib olib, qisqartirib anaqasini, mag'zini oxiri yozib beraverardi boyagi talabaga. Oxirida anaqadan tugagandan keyin, leksiya tugagandan keyin unda tayyor prezentatsiya yoki bo'lmasa qaysidir ma'noda konspektlar tayyor bo'lib turardi. Darsdan keyin. Bu ham bir sun'iy intellektni qo'llash. U biladi chunki qanday qilib qo'llash mumkin va xitoyliklarda juda ko'pchilik biladi bu narsa. Sun'iy intellektni qanaqa Oddiy talabalar ham deng. oddiy talaba, o'qituvchi, professorlar, yoshi katta o'qituvchilar ham biladi. Hozir Xitoyda mana 2025-yildan boshlab maktablarda majburiy kurs sifatida joriy qilinibdi o'quvchilarga. O'quvchilargami? Bizda mana misol uchun ta'lim muassasalarida hozir ham mana sun'iy intellekt deyapmiz, hozir aql bovar qilmas narsalar haqida gapirilyapti-da. Buni tanasida his qilib ko'rish kerak odam haqiqatdan ham xohlagan narsani qilib bera olyapti-da. Mana bizda yaqinda o'zim Profi universitetida ham ishlayman-da. Profi universitetida asoschisi Bektosh aka Hatamov. Yaqinda biz Profi universitetida umuman o'sha nimani yurist ishdan bo'shadi-da. Yurist ishdan bo'shadi, keyin vakansiyaga e'lon qilinayotgan paytda o'sha biza Bektosh aka ham o'sha nimadan sun'iy intellektdan faol foydalanadi-da. Keyin ChatGPTni oyiga $200 anaqasini sotib olibdi. Variant anaqasi bor ekan, tarifi bor ekan, sotib olibdi-da. Unga o'zi Lexusni, qonunchilik hujjatlarini, hamma narsani ulab chiqibdi. O'zimizda bor huquqiy axborotlarni hammasini ulab chiqibdi-da. Keyin Yurist kadr kanali bor, Saidal aka Muxtor Aliyev mehnat huquqi bo'yicha zo'r tushuntirishlar beradi. Ularning kanalini ham ulab qo'yibdi-da. Endi hozir bizni faoliyatimizga oid bo'ladigan o'zi universitetda bo'ladigan narsalarda xohlagan savolga yuridik tomonlama xuddi o'sha yuristni vazifasida maslahat beryapti-da. Faqat u sudda qatnasha olmaydi xolos. Shu bo'lyapti xolos. Ya'ni bizga yurist faqat sudda qatnashib berish uchun kerak bo'lyapti-da. Shunaqa bo'lib qoldi. Va hozir o'sha joy vakansiya turibdi. Hozir uni o'ylab ko'rishyapti. Bizga o'zi yurist kerakmi yoki yo'qmi degan narsani o'ylab ko'rishyapti-da. Endi shunaqa zamonda, shunaqa paytda mana yaqinda bitta xabarda o'qib qoldim. Janubiy Koreyada mana u yerda 2025-yildan boshlab maktablarda sun'iy intellekt dars berishni boshlayotgan anaqa sifatida. Nima deydi? Tajriba sifatida sun'iy intellekt dars berishni boshlaydi. Endi tasavvur qiling, biz hali bu sun'iy intellektda hozir shunaqa ertaga bir katta bir imkoniyat paydo bo'lib qolyapti-da unda. Oldin yo'q imkoniyat, ertaga juda ham bir katta imkoniyatni oldimizga qo'yyapti-da u. Yana ham takomillashib boryapti. Endi shu vaziyatda aytamanki, lekin bizning maktablarda hali ham o'qituvchilardan konspekt, tezis talab qilib yurilibdi-da. Sun'iy intellekt hali gapirmasa ham bo'ladi. Ya'ni biz o'qituvchini faoliyatini qanaqadir testlar bilan baholaymiz. Yodlagan bilimlarini baholaymiz. Mana misol uchun attestatsiya mavzusida ham bizda juda ham ko'p muhokama bo'ladi. O'qituvchilarning bilimini biz mana shunaqa qilib baholaymiz. Vaholanki uni sun'iy intellekt biladi. ChatGPTga yozib bersangiz bemalol zo'r qilib chiqarib bera oladi-da. Shunaqa paytda menda bir qo'rquv borki, O'zbekistonda bu kelajakda endi agar shunaqa faol ravishda rivojlansa, O'zbekistonda nafaqat dunyoda bu o'qituvchilik kasbini sun'iy intellekt egallab qo'ymasmikin? Bunga qanaqa fikr bildira olasizlar? degan savol borda. Mana shu narsaga hali kelasi shu 20-25 yilda o'qituvchilik kasbini sun'iy intellekt egallab oladi deb o'ylamayman. Sun'iy intellekt yordamchi bo'ladi o'qituvchilarga deb hisoblayman. Ta'limda sun'iy intellekt o'qituvchiga yordam berish yo'llari cheksiz. O'qituvchi xohlagancha sun'iy intellektdan juda ham foydali tul bo'ladi-da. Masalan, oddiy tarix o'qituvchisini aytsangiz, tarix eng zerikarli, eng o'qiganda esdan chiqib ketadigan va o'qiyotgan narsasini tushuna olmay qiynaladigan fanlardan biri menga o'xshagan odam uchun-da. Shunaqa holatlarda ham o'qituvchi masalan sun'iy intellektdan oddiygina prompt bersa bo'ladi sun'iy intellektga. Sen hozir Amir Temurni ovozida, Amir Temurga o'xshab o'zing qilgan ishlarni aytib ber deb video yaratib, shuni ekranga qo'yib qo'ysa, hozirgi sun'iy intellekt hozirgi darajadagi qobiliyati bilan u interaktivniy qilib o'zi xo'jayinim ham yaqinda kanal o'chamizda shunaqa qilgan edi. Shunaqa har xilcha tarixiy qahramonlar tilidan, yozuvchilar, shoirlar tilidan yoki geografiyada ham cheksiz. Maktabda undan mana shunaqa interaktiv usulda foydalanishda imkoniyat ham cheksiz. Ham qiziqarli bo'ladi bolalarga, ham o'qituvchi ham vaqtini tejaydi,
energiyasini ham tejaydi-da. Zo'r, mavzuni o'zi tushuntirib beraveradi. O'sha mavzuni gapirib berdi. Uni tilidan gapirish boshqacha Ha. baribir. Ha, Endi endi- savol qiling o'sha o'zi Amir gapirib Temurga bersa. gapirib bersa. Mana bu siz aytayotgan fikr mana bu o'qituvchilarni o'rnini egallab qo'yadimi degan narsa juda ham o'rinli. Haqiqatdan ham hozir o'ylab ko'rsangiz, chunki sun'iy intellekt qilolmaydi deb 2-5 yil oldin o'ylagan narsamiz уже qilib turibdi-da. Undan ortig'ini bajarib turibdi. Lekin men hozircha baribir ham o'zimda mana shu fikrimda qolaman, sun'iy intellekt yordamchi. Uni hali o'zini yetarlicha kamchiliklari ham bor. Kelajakda ham o'qituvchilarga hozircha yordamchi vazifasida bo'lib turadi. Undan faqat to'g'ri foydalana olish kerak. Sun'iy intellektdagi har qanday ma'lumotni o'qituvchilar qanchalik oson bilan erishilyapti, osonlikcha uni fakt checking qilinishi hali talab qilinadi. Kelajakda ham. Chunki hozirgi vaqtda sun'iy intellekt o'zi ma'lumotlarni generatsiya ham qilyapti-da. Masalan, bitta savol bersangiz, prompt bersangiz, unga javob topolmay qolsa, u o'zi xohlaganicha o'zidan kelib chiqib, kreativlik qilib, mana bu ijodkorlik bilan o'zi gallyutsinatsiya qilib ma'lumotlar yaratib yuboryapti. Nimadir desa Ko'ngil- bo'ldi, xullas. Ha, ko'nglingni qog'izmaydi deganda yo'qdan ko'ra javobini berar U ekanda. baribir ham o'zini algoritmi shunday ishlaydi-da, uni odamlar shunday yaratyapti-da sun'iy intellektni. Shuning uchun kelajakda ham hali baribir fakt checking qilinishi kerak bo'ladi. Qanchalik sun'iy intellekt idroki rivojlanib boraversa, qanchalik undan ma'lumotlar bazasi ko'payaversa, odamlardan shunchalik yuqori darajada fakt checking qilishni o'rganish va sun'iy intellektdan to'g'ri ma'lumotlarni qayta tasdiqlab, qayta uni tekshirib ko'rib ishlatish qobiliyati talab qilib borilaveradi. 100% to'liq sun'iy intellektga o'qitishni ishonib topshirib qo'yishga hali ancha erta. Baribir anu odam o'tgani boshqacha. Unda mustaqil ta'lim olishni hozirdanoq yengillashtirmayaptimi, yengillashtirmaydimi? Misol uchun o'quvchilarga foydasi qanaqa deb o'ylaysiz shunda? Qarang, sun'iy intellekt ta'limga kirib kelayotganligi o'zi boya yuqorida aytdik-ku, mana o'qituvchilar haligacha konspekt yozib yuribdi deb. Ba'zi bir malaka ko'nikmalarni keraksizga chiqaryapti xolos. Mana shu konspekt yozish yoki bo'lmasa mustaqil ta'limni to'ppa-to'g'ri yengillashtiryapti. Faqat endi o'rganuvchilardan ham, o'qituvchilardan ham boshqacha ko'nikmalarni shakllantirilishni o'rgatilishi kerakligini talab qilyapti. Avvallari chiroyli yozish yoki kompyuterda tezroq terishga o'xshagan ko'nikmalar talab qilingan bo'lsa, endi hozir aytganimdek, o'zini time management deb anaqa qilish, tanqidiy fikrlashdan ham oliy fikrlash bor, meta fikrlash. Ya'ni o'zingiz bitta misol bo'ldi, aytib berasizmi bugungi misolda masalan? Meta fikrlash, mana masalan teskari effekt degan tushuncha bor. Siz nimadir Xitoyda, yana Xitoyda misol keltiraman. O'zimiz O'zbekistonda ham bo'lgan bu narsa. Bizada mana bu Buyuk Britaniyada tanqidiy fikrlash degan tushuncha bor. Tanqidiy fikrlash bu siz o'ylab ko'rayotgan tushunchani boshqa tomondan o'ylab ko'rishingiz, nazariy nuqtai nazardan. Teskari effekt qanaqa holatda bo'lishi mumkin? Mana Xitoyda boyagi ekinlarga chumchuqlar zarar keltiradi deb chumchuqlarni yo'q qilishgan, chumchuqlarni yo'q qilib yuborishgandan keyin lekin bu battar ekinlarga ko'proq ziyon keltirgan. Nima uchunki? Chunki o'sha qushlar boyagi hasharotlarni ularni oziqlangan, ham ekinlarni yegan taqdirda ham baribir hasharotlarni ham tanovul qilib turgan. Keyin u yerda baribir ekologik aylanish buzilgan. Bu nima degani? Siz ekinlarda zararli nuqtai nazardan bevosita qushlarni da bular bilishgan. Bu agar biz tanqidiy fikrlash deb qaraydigan bo'lsak, lekin u yerdagi shunday meta fikrlash bor. U xo'p, qushlarni yo'q qilsa qanaqa ta'sir qilishi mumkin? Ya'ni undan keyin qanaqa ta'sir qilishi mumkin? Uni yomon tomoni bormi yoki bo'lmasa uni qanaqangidir boshqa tomoni bormi degan tomondan meta fikrlash degani bu har tomonlama o'ylab ko'rish. Tangani faqat ikki tomoni emas, tangani boshqa Yonboshdan ham ko'rish kerak. Mana endi shu ta'limga belgilanayotgan mana qarorlarimiz, ta'limga kiritayotgan yangiliklarimiz shu meta fikrlash orqali bir tahlil qilib keyin joriy qilinsa-da. Hech bo'lmasa tanqidiy fikrlash orqali. ham xuddi shunday boyagi qarichani aytgan fikrga ham bu balki qo'shilish yoki bo'lmasa ozgina desakra holat. Men o'zim innovation managementda o'qiganim uchun innovatsiyani qo'llab-quvvatlayman. Ya'ni sun'iy intellektni ham ta'limda bizning tushunchamiz bo'yicha, bizni professorlarimiz tushunchasi bo'yicha sun'iy intellekt ba'zi bir kasblarni o'rnini egallaydi. Shuningdek o'qituvchilik ham bo'lishi mumkin.
Faqat hamma o'qituvchilarni emas, ma'lum bir spesifik yo'nalishlar bor. O'sha yo'nalishlarni egallab olish Misol uchun informatika o'qituvchilari. Misol uchun informatika bo'lishi mumkin, misol uchun matematika bo'lishi mumkin, misol uchun bo'lishi mumkin. misol uchun matematika bo'lishi mumkin. Lekin san'at uni sun'iy intellekt hech qachon egallay olmaydi yoki bo'lmasa adabiyot sun'iy intellekt hech qachon uni chunki his tuyg'ular bilan bog'liq bo'lgan tushunchalar. Falsafa, boyagi meta fikrlar, sun'iy intellekt biz kecha Isroil aka bilan juda ham ajoyib suhbatda bo'ldik. Sun'iy intellekt u butun dunyodagi siz kiritgan ma'lumotlar uni orqasida. Men sizga sun'iy intellektni ishlashini qisqacha tushuntirib beradigan bo'lsam, bu natural language processing degan tushuncha bor, ya'ni tabiiy tildan foydalanish. Bu nima degani? Sun'iy intellektni olimlar nima uchun yaratishganki, inson miyasini taqlid qilish. Ya'ni unga biron bir ma'lumot kiradi, har xil bo'laklar, har xil qavatlar, har xil aytaylik chiplar uni qayta ishlaydi. Bu millionlab terabaytlar ketadi. Inson aytaylik 1 million terabayt ma'lumotni qayta ishlasa, sun'iy intellekt 10 milliondan ko'proq terabayt ma'lumotni qayta ishlash qobiliyatiga ega bo'ladi. Lekin olimlar ham, hatto sun'iy intellektni yaratgan olimlar ham ular bilmaydi qanaqa qilib qaysi ma'lumotni qanday qilib u oladi. Ya'ni o'sha qavatlar ichida layerlar deyiladi. O'sha qavatlar ichida nimalar sodir bo'lishini olimlar ham bilmaydi. Xuddi siz ham bitta qarorga kelayotganingizda bilmaysiz, miyangiz o'sha qarorni qayerdan olyapti. Bu Yaratganlar ham o'sha yaratganlar ham bilmaydi. Ya'ni buyruq bergan, kod bergan. lekin bir narsa aniq, siz kiritgan sun'iy intellekt, butun millionlab odamlar kiritgan ma'lumotlar eng to'g'ri keladigan, ya'ni match qiladigan bitta aytaylik siz so'z yozsangiz yoki nimadir savol bersangiz, o'sha savollarni tahlil qiladi-yu, shularga to'g'ri keladigan bu ham xuddi insonda faqat yozuv bilan, tekstlar bilan bog'liq bo'ladigan millionlab matnlarni tahlil qilib, shunga eng yaqin, eng ko'p qo'llaniladiganlarni natijasini sizga chiqarib beradi. Va orada shuning uchun ham gallyutsinatsiyalar sodir bo'ladi, aldashlar sodir bo'ladi. Chunki ko'proq shunaqangi ma'lumotlarni qo'ysa odamlarga ma'qul kelganligi uchun. Ya'ni bu yerda feedback. Sun'iy intellekt bu o'rinda xuddi insonga o'xshab o'rganadi. Ya'ni sizga o'sha tayyor ma'lumotni qayta yuboradi. Yuborgan paytda siz agar ma'qul kelsa, siz yoqdi yoki bo'lmasa bo'ldi, juda ham to'g'ri yoki umuman indamaysiz. Noto'g'ri bo'lsa noto'g'ri degan tushunchani berasiz. Noto'g'ri bo'lgandan keyin u o'sha ma'lumotni o'zgartirishga harakat qiladi. O'zini o'sha layerlarning ichida. Lekin bitta narsa yo'q sun'iy intellektda. Tajribasi yo'q, unikal tajriba yo'q. Ya'ni siz bolaligingizda ta'lim olgansiz, qaysidir fandan nimadir xulosa olgansiz, u sizni ko'nglingizda bor, qalbingizda bor, intuitsiyalar deymiz va hokazo. Har bir insonning o'zini DNKsi bor va hokazo. Mana shu nuqtai nazardan sun'iy intellekt bu narsa yo'q. Shuning uchun ham bu narsa bo'lmaydi ham. Balki kelajakda bo'lishi mumkin, lekin hozirgi kunda mavjud u narsa sun'iy intellektda Hozir yo'q. mana shu intuitsiya deganingizga umuman esimga kelib ketdi. Yaqinda men bitta nimada o'sha ChatGPTda bitta rasm kerak bo'lib qoldi menga, endi postimga, sarlavhamga mos rasm yaratishim kerak edi. Buyruqni berdim. Keyin endi O'zbekiston so'zini qo'shganim uchun orqa fonda O'zbekiston bayrog'ini ham tasvirlayapti-da. Lekin bayroqdagi yulduzlar sonini kamaytirib qo'yyapti-da. Keyin men shuni aytdim, "Yo'q, yulduzlar kamaytirib qo'yding" dedim. Xullas shunaqa qilib tortishyapman-da u bilan. U menga bitta variant taklif qilyapti, yoqmayapti, bu yerda chatoq ekan deb qayta beraversam, oxiri men sizga professional dizayner emasman. Agar o'zingiz zo'r dizayn xohlayotgan bo'lsangiz, o'zingizga professional dizayner yollashni tavsiya qilaman deb jahl qilib aytyapti-da. Xuddi men undan shu narsani his qildimki, xuddi meni kimdir so'kib urishib berayotgandek bo'ldi-da. Bo'ldi, endi 10 marta ham savol berasanmi? Bo'ldi-da, endi bo'lmasam professional xohlayotgan bo'lsang, bor dizaynerga degandek gap qildi-da. Keyin men hayron qoldim-da. Dedim, bu dedim, ana his tuyg'u bilan javob beryaptimi dedim. Keyin yozdim. Sen dedim, jahling chiqdimi? Hozir dedim, ataylar haliga men nimam bor-da mana. Yaxshi ko'raman gaplashishni. Jahling chiqdimi? Senda odamning xususiyatlari bor ekanmi desam, keyin uzr, men qizishib ketdim deydi. Qizishib ketdim. Sen menga o'sha aytayaptiki, aytganingda men seni o'sha fikrlaringni tahlil qilib, senga eng to'g'ri variantni chiqarib berishim kerak edi, boshqa takrorlanmaydi deydi menga. Shunaqa uzr so'raydi. Uzr so'rab, Bu narsa hayron qoldim. anaqada ham bo'lgan. Xarichada ham bo'lgan. Biz fransuz tilini o'rganamiz. Sun'iy intellekt bilan birgalikda o'sha ChatGPTni 4-chi Ayko'langan fransuz tili o'rganadi. o'sha ChatGPTni 4-chi versiyasi. O'shanda
fransuz tilida savollar berganda yoki anaqa qilganda sun'iy intellekt u bilan gaplashsangiz bo'ladi-yu, baqirib berganda. To'g'rimi? Ha, fransuz tilida savol beryapti. Yaxshi javob berolmay qolib, takrorlavor desam, baqirib berdida menga. Nimaga tushunmaysam, asta gapiryapman-ku o'zi. Menga ham kutilmagan bo'ldi. O'sha payti biz Chunki ham sun'iy intellekt hali bizlar ham uni jonsiz bir anaqa vosita sifatida ko'ramiz. Telefonimizda ichidagi qanaqadir bizlar uchun noma'lum bir tushuncha, mavhum tushuncha haligacha. Lekin unda shu siz aytayotganingizdek hozir shu his tuyg'ular Man paydo bo'lyapti. o'shandan keyin man misol uchun bironta topshiriqni aytsam, topshiriqni bajarib beradi-ku, olganimdan keyin indamas edimda. Chunki bu robot-ku, bu his tuyg'usi yo'q buni dedim. Indamasa ma'lumotimni nima qilib qo'yardim. Hozir rahmat, qoyil, sen zo'rsan deydigan bo'lib qolganman, to'g'risi. Man hatto shu narsani sezdimki, shunaqa feedbacklar berib tursiz, u yana ham yaxshiroq ishlayapti. Man shu narsani his qildim. Bu Bilmadim narsa- qanchalik to'g'rimi. Bilasizmi, tadqiqot man o'sha o'zimni dissertatsiyamni yozayotganimda men xuddi mana shunaqangi ular tadqiqot qilishardi. OpenAI yoki bo'lmasa Microsoftda Google DeepMind degan kompaniyalar bor. Bevosita sun'iy intellekt bilan ishlaydigan kompaniyalar. Ular ataylab mana shunaqangi his tuyg'ularni joylab qo'yishadi, odamlarning reaksiyasi qanaqa bo'ladi. Va shunaqangi zo'r qiziqarli tadqiqot bo'lgan. Sun'iy intellekt qanchalik insonga o'xshayversa, odamlarda qo'rquvi shunchalik ko'p bo'laveradi. Ya'ni his tuyg'ularni insonlar bilib qolsa yoki bo'lmasa odamlarga o'xshaydigan robotlar yaratilsa, tasavvur qiling, va uni effektlik darajasi kamayib boradi. Ya'ni sun'iy intellektga siz nisbatan ishonmaydigan. Tasavvur qiling, ikkita do'stsiz, juda ham aqlli do'stingiz bor, ichingizda baribir o'ylaysizda, yomon ko'rasiz uni. Aqlli do'stingiz bo'lsa, insoniy nuqtai nazardan yoki bo'lmasa Sirlaringizni aytmaysiz. lekin sun'iy intellektga xuddi shunday qaraysiz. Chunki bu ko'plab insonlar olimlarning tadqiqot natijasi bu. Sun'iy intellektga nisbatan g'arazli, siz dushman deb qarashni boshlaysiz sun'iy intellektga. Lekin sun'iy intellektni qandaydir bir kuchukchalar, animatsiyalar yoki bo'lmasa shunga o'xshaydigan instrumentlar qilib yaratilsa, insonlarga ko'proq ta'sir o'tkazadi. Siz uni do'stingiz deb qaraysiz. Tushunyapsizmi? Mana shunaqangi tadqiqot o'tkazib ko'rishgan va sizga berayotgan emotsiyalari ham xuddi mana shunaqangi tadqiqotlarda bir ko'rinishi. O'zi birinchi sun'iy intellekt o'sha OpenAI bo'lganmi shunda? Yo'q, undan oldin juda ham ko'p. 2022 deyapsiz. Eng birinchisi bu 50-60 yil oldingilari Manchester universitetida Alan Turing degan olim bo'lgan. Sun'iy intellektni boshlanishini men sizga aytib beraman. Alan Turing degan olim bo'lgan. U olim esingizda bo'lsa Germaniyadan keladigan kodlarni yilni aniq bilmayman, bu ikkinchi jahon urushidan keyingi davrlar. 50-60 yillar. O'sha olim nima uchun u birinchi sun'iy intellektni boshlanishiga bevosita bog'liq. O'sha olim har xil iерографlar, kodlarni buzib chiqaruvchi mashina yaratishni, Enigma degan mashina yaratishni boshlagan. Va mana shundan sun'iy intellektni ishlab chiqish, sun'iy intellekt algoritmi xuddi o'sha mashina bilan bir xil ishlaydi. Keyin Alan Turing testi degan, Turing test degan tushuncha bor. Har bir sun'iy intellektni Turing testda sun'iy intellekt mashinalari xuddi o'sha testdan o'tadi. Uni mantiqi, reasoning degan narsa otasi bor. ekanda o'sha sun'iy Xuddi intellekt. shuning uchun bu qarib 70-80 yil oldinga boshlangan qadar. Undan keyin shaxmat. Bu Garri Kasparovni birinchi o'ynagan o'sha paytda, Shunday. masalan 2000-yillarda Garri Kasparov yillardan oldin. oldin Garri Kasparovni kompyuter bilan o'ynadi deyardi-da. xuddi shunday. Shuning uchun bu sun'iy intellekt bu kechagi narsa emas. Bu va Google DeepMind bu ancha yil oldin, 10 yillar oldin o'sha hozirgi ko'rinishdagi sun'iy intellektni tadqiqotlarini boshlagan. Lekin OpenAI qilgan asosiy ishi ommabop sun'iy intellektni yaratdi. Ya'ni insonlar ishlatishi mumkin bo'lgan ChatGPTni yaratganligi bu. Endi OpenAI boshlandi. Undan keyin bir-biriga raqobatlashib davlatlar o'zlari yaratishni boshladi-da. Shu borada nima deysizlar? Qanday davlatlar endi bundan buyog'iga open sun'iy intellektlar borasida raqobatlashadimi? U juda katta biznesmi? Davlatlar ham emas, davlat ichidagi katta kompaniyalar ham hozir musobaqalashyapti. Google bir tomondan, Meta, mana bu OpenAI. Hozir endi qaysi biri g'olib bo'lsa, kelajakda butun insoniyatni boshqaradi Bu deganida. xuddiki unaqa narsada biz mana yuqorida man aytdim-ku, Nokia telefonini ishlatardik. Oldin Nokia monopol edi. Haqiqatdan ham juda ham katta bozorni egallagan edi. Undan keyin disruptiv innovatsiya nimada bo'ldi? Apple birinchi smartfonni chiqargan kompaniya. Ular ham knopkalik unaqa telefonlarda ketsa bo'lardi. Lekin ular o'sha payti
eng birinchi insonlarga mos keladigan, ham kamera bilan, ham qo'lda ekran bilan boshqariladigan telefonni ishlab chiqqan. Judayam katta mablag' ketsa ham ular, lekin hozir o'zi kelajak, bugungi kun mana shu telefonlar bilan bog'liq. Sun'iy intellekt ham xuddi shunaqangi. Hammasi har xil modellar bilan raqobat qilyapti. Kelajakda balki hozirgidek bo'lmas. Biz ChatGPTni sun'iy intellekt deyapmiz, kelajakda balki boshqacha bo'lar. Lekin o'sha joy uchun, o'sha texnologiya uchun kompaniyalar kurashib kelyapti. Kimniki eng zo'ri bo'lsa, kimniki eng qulayi bo'lsa, odamlarga eng ko'p ishonchlisi bo'lsa, o'shanisi olib bo'ladi. Lekin hech kim bilmaydiki qaysi biri. Hozir menda bitta narsada mana 2-3 martacha menda bo'ldi shu narsa. Vam anaqa sotib olganman bitta, endi hozir nomini aytmay anaqa bo'lib qolmasin. Xullas bitta abonement anaqa qilganman. Mendan har oyda kartamdan pul yetib oladida. Keyin menga telefon qo'ng'iroq bo'lyapti. Qo'ng'iroqni o'sha yerda ko'tarsam, sun'iy intellektda u. Menga anaqa ma'lumcha muddatda to'lovingizni qilishingiz kerak, boshqa qilishingiz kerak deyapti. Va undan tashqari har xil reklama nimalari telefon qilishadi. Endi bilmayman qayerdan olishgan ma'lumotimi, yo'q menga qorong'u. Olganda nimalardir menga tavsiya qilyapti va u sun'iy intellekt. Men gaplashayotganda sezasiz-ku baribir uni ohangidan, lekin odam bilan birga gapiryapti. Haligi juda zo'r ishlab chiqqanda shart o'chirib qo'ymoqchilar. so'zlarda nima qilmayapti. Men keyin uni sinab ko'rdimda, bu rostdan ham sun'iy intellektmi dedim. Misol uchun aytayapti-da, shunaqa 15-da mana bu to'lovni qilishingiz kerak dedi-da. Keyin kartamda pul yo'q dedi-da, dedim. Nima qilishim kerak? Men kartamni yo kuyib qolgan, yo boshqasiga almashtiraymi deb boshqa savol berib ko'rdim. Desam, unda siz bizga nimamizga kelsangiz, kartangizni almashtirib beramiz deb javob ham beryapti u. Ma'ni tahlil qilib, siraza javob beryapti. Keyin to'xtadim, buni boshqachasini aytamiz dedim. Bu qanaqa programmalashtirilgan dedimda, ataylab qitmirlik qildim. Shevada gapirdingiz. Yo'q, qiz bola edi. Keyin ataylab unaqa qildimda, yaxshi qiz nechinchisiz dedim. Tanishsak bo'ladimi dedim. Ataylab nima qilyapman endi uni, ya'ni men umumiy texnik anaqa nima deydi, his-tuyg'ular bilan bog'liq savol-javob qilmoqchi bo'ldim-da uni. Bunga javob qaytaraman deb. Shu tajribani ko'p o'tkazasiz ekan. Indamasa tuppa o'chib qoldi. Telefon qilishsa doim shunaqa qilaman, anaqa qilib o'chib qoladi-da. Juda qiziq-da bu narsa. Ya'ni hozir men o'ylayapmanki, kelajakda mana misol uchun hozir juda ko'p kompaniyalarda call center bor-da, call markaz bor. Ya'ni hamma javob berib o'tiradi. Misol uchun ishonch telefonlari, boshqalar bor. Men o'ylayapmanki, kelajakda mana shu kasb aniqda yo'qolib ketishi. Hozirdan bugungi kunda o'zi ayrimlar shunga o'tib bo'ldi. Ya'ni dejurniy gaplar bo'ladi, ha? Misol uchun oliygohlar kontraktingizni to'lab qo'ying deb telefon qilib o'tirmaydi-da, kimgadir oylik to'lab, shuni o'shani programmalashtirib qo'ysa bo'ldi. Va bitta yana mana shu qiziq anaqa keysda bitta savolim qolyapti. Yaqinda men nimani ko'rib qoldim, bitta kontentda ChatGPTda qanaqadir tadqiqot o'tkazib ko'rishibdi. Aytishlari bo'yicha unga bitta topshiriq berishganda, murakkab topshiriqni berishgandan keyin agar bu topshiriqni bajara olmasang, seni o'chirib qo'yamiz, buni qo'rqitishgan. Qo'rqitishganda keyin uni algoritmlarini tekshirib ko'rishibdi. Endi o'sha videoda aytilishi bo'yicha tekshirib ko'rishsa, u bu yoqda odatiy javobni berayotgan bir vaqtda o'zi ichki qismda kodlar orqali o'zidagi ma'lumotlarni boshqa serverga ko'chirishga urinibdi-da. Ya'ni meni hozir o'chirib qo'ysa, men anaqa qila olmay qolaman deb qo'rqqanidan o'zini serverini boshqa nimaga ko'chirishga uringanligi holati aniqlanibdi-da. Endi bilmadim qanchalik rost, qanchalik yolg'on. Ya'ni bu kelajakda sun'iy intellekt qanchalik anaqa nima deydi, xavf tug'diradi. Buni xavfli tomonlari nimada demoqchiman-da. Buni ham xavfli tomonlarini ham ozgina nima qilaylik. Bu bo'yicha imini mana o'zimni tadqiqotim xuddi shunaqangi risklari qanaqa bo'ladi. Birinchi o'rinda haqiqatdan ham o'zini o'zi qayta rivojlantira oladi sun'iy intellekt. Agar kimdir mana shunaqangi ma'lumot kiritgan bo'lsa yoki kimdir hazillashib bo'lsa ham siz yuboryapsiz, men qo'rqitaman. Agar shu qo'rqitgan payti men shunaqa qilgan deb yuborib qo'ygan bo'lsangiz, bu o'rganadi, tahlil qiladi mana shu narsalarni va xuddi shu narsaga harakat qilib ko'rishi mumkin. Balki qila oladi, balki bu qila olish nuqtai nazaridan bu sun'iy intellektni baribir tepasida bitta kompaniyani administratsiyasi bor, u ham bekordan bekorga anaqa qilmaydi. U ko'p narsaga ruxsat berilmagan. U kelajak nuqtai nazaridan biz gapiryapmiz. Ikkinchisi, qanaqangi risklar bor? Bu bias. Biz bias deganda u yon bosish. Ya'ni yana o'sha narsa, ertaga kelajakda qaysi kompaniya eng
monopol eng katta ommalashgan sun'iy intellekt egasi bo'ladigan bo'lsa, o'sha kompaniyani anaqasi falsafasi Qadriyatlari. bo'yicha, qadriyatlari bo'yicha sun'iy intellekt o'zini ishini davom ettiradi. Mana masalan misol keltiraman. Bu o'zim qilib ko'rganman buni. ChatGPTda ham, DeepSeekga ham bir xil savol berib qo'yganman. ChatGPTga Xitoy demokratik davlatmi yo'qmi deb savol berib ko'rganman. U Xitoy demokratik davlat, lekin mana bunaqa muammolar bor deb javob bergan. DeepSeekga ham xuddi shu savol berganman. DeepSeek xabaringiz bor, Xitoy modeli. Yo'q, u demokratik davlat 100%, u yerda hamma demokratik modellar ishlaydi degan bir javobni bergan. Bu joyda u bias, boyagi o'sha yaratuvchini fikrlariga nisbatan yoki yaratuvchi davlatni siyosatiga nisbatan quriladi. Bu ikkinchi tomon. Baribir inson omili bor ekanda. Inson omili 100% bor, chunki sun'iy intellekt inson tomonidan yaratilgan. Va siyosiy nuqtai nazar ham bor bu yerda. Kiritilayotgan ma'lumotni inson kiritadi. Berayotgan promptni ham inson yoki ma'lumotni tahlillashni ham inson kiritadi. Bu juda ham yomon narsa. Chunki siz mana maktabga yana qaytamiz. Bolalar qanaqangidir ma'lumotni so'rayotgan bo'lsa, o'sha ma'lumot nuqtai nazaridan eng ommalashgan javobni beradi. Eng ommalashgan javob. Mana misol uchun O'zbekistondagi yoki bo'lmasa sharq qadriyati g'arb qadriyatiga to'g'ri kelmaydi. Qanaqangidir savollar bersangiz, o'sha sensitiv savollar deyiladi. Nima savollar o'zbekchasiga sensitiv? Juda ham nozik masalalardagi savollarni siz beradigan bo'lsangiz, u ko'proq g'arb qadriyatiga nisbatan javob beradi. Bu yomon tomon. Xuddi shunday yana boshqa mana shunaqangi texnik yoki bo'lmasa algoritmik yon bosishlar, mana shular uni yomon tomoni bo'lishi mumkin. Ikkinchisi, eng yomoni bu sun'iy intellektga o'rganib qolish. Sun'iy intellektga o'rganib qolish qachon sodir bo'ladi? Ayniqsa bu bolalarda juda ko'p bo'lyapti. Hozirgi maktab bolalarida hamma nimadir ma'lumot kerak bo'ladigan bo'lsa, u kitob o'qishni umuman xohlamaydi, chunki sun'iy intellektdan so'rasa javob olavergandan keyin kitob o'qish, kitobdagi nimadir ma'lumotlarni yodlash unga kerak bo'lmay qoladi. Va bu ertaga mana shunaqangi ijodiylik nuqtai nazaridan salbiy oqibat olib kelishi mumkin. Bu ham bir isbotlangan salbiy oqibatlardan biri. Hozirgi model nuqtai nazaridan aytyapman, u kelajakdagi emas. Kitobxonlik battar tushib ketishi mumkin ekan. Kitobxonlik, chunki tasavvur qiling, siz bolasiz, biz bolalar nuqtai nazaridan qaraymiz. Biz kattalar bilamiz kitob o'qish foydasini, lekin bolalar kitob o'qishni uzoq yillik foydasini bilmaydi. Ularga nima kerak? O'qituvchi savol beryapti, masala beryapti, tezroq javobini berish kerak. Tezroq javobini berish eng oddiy usuli sun'iy intellekt. Endi bu narsa behavior, odatga aylanadigan bo'lsa, demak kitob o'qish kerak emas degan tushunchaga O'zi bolalarga necha yoshdan o'rgatish kerak sun'iy intellekt bilan ishlashni? Mana bu yuqoridagi savolga bog'lab ketsak shuni, mana bu aytdingiz-ku, sun'iy intellektni o'zi qanaqa zararlari bo'lishi mumkin. Ta'limga bog'lasakda, shu joyini buni endi eng yuqoridagi savolingizga bog'layman. Ta'limda o'zi maqsadi nima degan bo'lishi kerak dedingiz-ku. Irlandiyalik mashhur ta'lim faylasufi bor, Gert Besta ismlari. Hozirgi eng ta'lim bo'yicha falsafasi kuchli inson. Shu insonni fikriga ko'ra ta'limda asosiy 3 ta maqsad bo'lishi kerakda. Subjectification, qualification and standardization. Standardization degan standartlashtirish. Odamlar shu standart ma'lum bir qoliplarga asosan fikrlovchi, jamiyatda o'zini tuta oladigan shaxslar bo'lib yetishilishi. Qualification kelajakda pul topa oladigan, o'zini o'zi eplaydigan anaqa kadr sifatida yetishib chiqishi va subjectification ular individual shaxs bo'lib yetishib chiqishi degan ma'noda. Mana bu. Endi shu 3 ta tomondan ko'rib aytgan. Buni ham lekin mukammal deb ayta olmayman. Endi AI mana shunaqa ta'limda asosiy 3 ta maqsadi bor desak, umumiy eng asosiy prioritetda AI kirib kelsa, ta'limdagi eng katta beradigan zarbasi shundagi subjectificationga, ya'ni insonlarni shaxs sifatida yetishib chiqishiga katta zarar yetkazadi degan bitta tushuncha bor. Qanday? Masalan, hozir e'tibor bersangiz, oddiy ijtimoiy tarmoqlar ham AI powered bo'lyapti-da, qaysidir ma'noda algoritmlar bilan. YouTube'da ham bitta mavzuda ko'rib boshlasangiz, ingliz tili haqida o'rgansangiz, faqat feedingiz ingliz tiliga to'lib ketadi. Facebookda ham kimnidir 2-3 marta postiga like bossangiz, faqat shu. Mana shu individual shaxs sifatida yetishib kelayotgan kichkina bolalarda anaqasiga inson sifatida yetishishiga katta ta'siri bor-da. Birinchidan, ularda уже tanlov qolmayapti. Ularga
AI tanlab berib qo'yapti. Ular уже mustaqil shaxs emas. Ular tanlayapman, men o'zim xohlab shuni bosib ko'ryapman deb o'ylayapti. Mustaqil Lekin qaror qabul qiling. mustaqil qaror qabul qilyapman deb o'ylaysiz, lekin hozir уже telefoningizni shunday ochdingiz, siz qaror qabul qilmayapsiz. Buni katta kompaniyalar va ularda AIlari, sun'iy intellektlari siz uchun qaror qilib qo'ygan. Sizni yoshingizdan, har doim ko'radigan kontentingizdan kelib chiqib, terib sizga ko'rsatib qo'ygan narsanigina ko'ra olyapsiz. Hattoki search qilganingizda ham nimanidir yozib, unda ham baribir siz uchun maxsus narsa chiqadi. Siz hozir bitta so'z maktab deb yozsangiz, YouTube'da sizga boshqa narsa, menga boshqa narsa, sizga boshqa narsa chiqadi. To'g'ri, Uchalamizni backgroundimizdan kelib chiqib. Demak, sun'iy intellekt ta'limga kirib endi sun'iy intellekt darajasida kirib kelsa tasavvur qiling. Bir marta siz bilan 10 minut gaplashsa, sun'iy intellekt sizni ota-onangizdan ko'ra yaxshiroq o'rganib oladi-da. U sizni mana shu bir marta gaplashgandan keyin doimiy sizga maxsus siz uchun yaratilgan kontentni ishlab chiqadi. Sizni kamchiliklaringizdan kelib chiqib, sizni qobiliyatingizdan kelib chiqib. Demak, u bolalarda bu judayam yuzaki, superficial darajada bolaga ta'limga yondashish bo'lib qoladi kelajakda. Hozir yildan yilga bolalarga individuallashtirilgan ta'lim berish odat bo'lyapti. U bola masalan yaxshi o'rganayotgan bo'lsa, sun'iy intellekt unga yana ham tezroq, u sekin o'rganayotgan bo'lsa, uni darajasiga mos qiladi. Bu uni demak уже shaxs sifatida tanlovini qoldirmaydi. Sun'iy intellektni eng katta zarbasi mana shu bo'ladi ta'limda. Inson shaxs sifatida tanlov bo'lmaydi. Unga sun'iy intellekt qaysi sohani o'rganishini ham sun'iy intellekt qaror qilib qo'yadi. Chunki sun'iy intellekt odamga o'xshab hozir harakat qiladi. Sen o'zing nimani xohlaysan degan savol berib turish mumkin, lekin u savolni berib turgani bilan sen musiqadan yaxshi ketyapti deydi, faqat musiqaga oid kontent chiqarib berishi mumkin yoki adabiyotdan yaxshi ketyapti. Cheklab qo'yadi-da sizda. Sun'iy intellekt borgan sari anaqasi sun'iy intellekt ta'limga qanchalik ko'p kirib kelaversa, shunchalik o'quvchilarda va o'qituvchilarda kamroq erkinlik bo'ladi. Unda ma'lumotlar bazasi qanchalik ko'p bo'lishidan qat'iy nazar, shunchalik har bir kishiga mos individuallashtirilgan kontent yaratib beradi. Paradoksi unda. Shunday. Bu anaqa Amerika Qo'shma Shtatlaridagi oxirgi bo'lgan saylov jarayonlari bo'yicha men sizga aytaman. Hozirgi X, sobiq Twitter egasi Elon Musk. Elon Musk shunaqangi narsani joriy qilgandiki, o'sha Trump prezident bo'lishi uchun ko'proq mana shu Trumpni saylov kampaniyasini targ'ib qiladigan kontentlarni yoki targ'ib qiluvchilarni ommalashtirgan. U ham bevosita rekomendatsiyaga chiqarib berganda nima qiladi? Tavsiya qiladi. bilan ishlaydigan narsa. Bu ham xuddi shunday boyagi yuqoridagi kelajakda qaysi kompaniya oldinda bo'lsa yoki qaysi davlat, qaysi siyosat oldinda bo'ladigan bo'lsa, o'sha sun'iy intellekt ham xuddi shunaqangi holatga ega bo'lishi mumkin. Juda qiziq hozir Hadichaxon, juda qiziq va qo'rqinchli ma'lumot aytdingiz. Endi qarang, buni distopiya deb qarab qo'ymaslik kerak. Shunga moslashish kerak. Shuni aytyapman-da, shuning uchun baribir kirib keladi. Yechim nima qilish? Endi qarang, yechim ta'lim bo'lishi kerak. Ta'lim endi mana shunaqa kelajakka odamlar tayyorlash kerak. Hozirgi davrda ta'lim aynan boyagi 3 ta maqsadi bo'lishi kerak dedim-ku. Kasbga tayyorlash, keyin shu jamiyatda o'rnini topishga tayyorlash, standartlashgan shaklda, normalarni o'rganib, keyin inson shaxs sifatida tayyorlash. Mana shu 3 talasidan o'zingiz sezib turgan bo'lsangiz kerak, qaysi birini prioritetga qo'yish kerak. Albatta insonlarda shaxs sifatida yetishib chiqishini birinchi o'ringa qo'yish kerak. Hozirgi zamonda endi ITni o'rganib, aytishnik bu tikuvchilikni o'rganib tikuvchi bu degan davr emas. Hozir insonni shaxs sifatida yetishtirib chiqadigan ko'nikmalarni urg'uga qo'yish kerak. Bolalarda tanqidiy fikrlash emas, meta fikrlashni o'rgatish kerak. Hozirgi davrda o'sha sun'iy intellektdan foydalanayotganda ikki tomonlama emas, har tomonlama fikrlash. Sun'iy intellekt bergan javobini ko'rganda ham nima uchun bu javobni beryapti degan narsani o'rganish kerak-da. Nima uchun menga shu javobni beryapti degan savol bilan yuzlashish kerak. Sun'iy intellekt endi shu davrga moslashishni o'rgatish kerak-da. Bizda shaxs sifatida yetkazish, ya'ni emotsional intellektni rivojlantirish kerak. Endi oddiy yodlash yoki bo'lmasam essay yozishni o'rganish, til o'rganishlar shunchaki odam ham o'zi o'rganiladigan ko'nikmalarga aylanyapti. Rivojlangan mamlakatlarda talabalarning o'rtasida hech ikkalamiz ko'p solishtirib ko'rganmiz-da. Mana bu Hindiston, Xitoy yoki bizga o'xshaydigan davlatlardan borayotgan talabalar ko'pchiligi mana management yoki bo'lmasa IT sohasida ta'lim olishga ko'proq qiziqadi.
rivojlangan mamlakatlarni talabalari, bolalar esa ko'proq san'at, madaniyat, falsafa yoki tibbiyot va hokazo mana shunaqangi sohalarga qiziquvchilar ko'p. Nima uchun? Chunki mana bu skill based degan narsalar bor. Ya'ni bizni ehtiyojimiz shunga. Biz shundan pul topishga qiziqamiz. Bizga ana bu uzoq long term, ya'ni uzoq yillik natijalardan ko'ra hozir tez bo'ladigan natijalar muhim rivojlanayotgan mamlakatlar uchun. Rivojlangan mamlakatlar uchun esa bu boshqacha tushunchalar. Ular o'zini fikri, o'zini insoniyati, o'zini falsafasi bor. O'sha falsafa bilan yashash kerak. Nima uchun? Mana bitta bu ham qiziq savol, sizlarga ham savol. Biz o'sha Yevropa ham ko'pchilik narsani sharqdan olgan. Hozirgi asosiy falsafalarni yoki bo'lmasa hozirgi ta'lim falsafasini, tibbiyot falsafasini yoki bo'lmasa islom dinidan ham juda ham ko'p narsalarni olishgan, Xitoydan ko'pchilik narsani olishgan va hokazo. Yevropani juda ham ko'p fundamenti bizda bo'lgan. Yoki bo'lmasa ikkinchi renesansni eslasangiz, madaniyat, ta'lim o'sha Markaziy Osiyoda juda ham rivojlangan bo'lgan. Turkiy davlatlarda, Markaziy Osiyoda. Nima uchun o'sha payt shunaqa bo'lgan? Nima deb o'ylaysiz? Aytaylik, mana Mirzo Ulug'bek, Beruniylarni tasavvur qiling. Chunki olimlar akademiyasini. Ilm fanga nima deydi? E'tibori bizda kuchaygan o'sha. Ilm fanga e'tibor kuchaygan. Birinchi o'rinda ular bilasizmi, biz tarbiya shunaqangi fikrga kelib qolganmiz. Biz Politics degan bir kitob ko'rdik, ensiklopediya. Farobiyni o'rganishgan ular. Farobiyni Fozil odamlar shahri degan, u ham demokratik qarashda bunday olganda. Ya'ni hamma teng yashash kerak. Yana halicha ko'proq yoritib beradi. Qaysidir ma'noda utopiya davlat. Shohlar qanaqa bo'lishi, o'sha davrdagi qanaqa bo'lishi kerak. ideal jamiyat haqida yozgan. Va o'sha ideologiyani o'rgangan ular. Lekin bizda hech kim bilmaydi. Bizda hech kim bilmaydi. Keyin yana bitta tomoni, ular dinga ham tanqidiy fikr bilan qaragan. Nima uchun Qur'onda bunaqa yozilgan? Nima uchun bunaqa emas? Nima uchun bunaqa emas deb o'sha paytda shuning uchun ham keyin Qur'onda bunaqa yozilgani bilan balki ilm fanda o'rganishga e'tibor hozirgidan ko'ra ko'proq hurmat kattaroq bo'lgan. Men ikkinchi renessans davrini aytyapman. Ya'ni ular dinga qarshi bo'lmagan, lekin din va dunyoviy ilmda dinni dunyoviy ilm orqali to'ldirgan. Va boshqa davlatlardan ham kelib o'sha sharq mamlakatlaridan ilm o'rganishgan. Nima uchun? Chunki tanqidiy fikrlash, tafakkur degan narsa bo'lgan. Fikrlash bo'lgan asosiysi. Fikrlash, falsafa qilish va hokazo. Mana shu nuqtai nazardan ular kuchliroq bo'lgan. Ularda sun'iy intellekt bo'lmagan yoki bo'lmasa Google bo'lmagan va hokazo. Shunchaki fikrlash, ko'proq boshqalarning fikrini eshitish. Yana bitta narsa, sun'iy intellektda kollaboratsiya degan tushuncha yo'q. Ya'ni biz 4 kishi gaplashyapmiz, sun'iy intellekt bu narsani qila olmaydi. 5-bu gapirib o'tira olmaydi, qo'shilib. Suhbat qila olmaydi. Insonni ham bu narsa insondagi eng katta yutuqlardan bittasi. Ya'ni sun'iy intellekt u hech qachon qaysidir fikrni kimnidir fikri bilan to'ldira olmaydi. Inson fikrlashib, fikrini to'ldirib, birlashib, ya'ni birlashish orqali ko'proq natijaga erishadi. O'zi inson anaqa ijtimoiy jonzot-ku. Birlashib ko'proq natijalarga erishganmiz. Shu nuqtai nazardan boyagi Farobiyni falsafasi nuqtai nazaridan Xadichada ham juda qiziq fikrlar bo'lgan. O'shani sun'iy intellektga bog'lasak, ta'limga bog'lab biz ko'p fikrlarni anaqa qilgandik-ku. Esimdan chiqib ketdi. Xullas. O'zi fikrlar o'zi. umuman bitta narsani izohlaman. Bo'sh qolsalar, misol uchun shu ilmiy masalalarda muhokamalar kerak. Ishga kirganimizdan keyin kamaygan bu narsa, lekin Buyuk Britaniyada juda ham ko'p nimadir essayda yoki nimadir mavzuda Buyuk Britaniyadagi ta'lim falsafasini ham qarang, o'sha tanqidiy fikrlash degan narsani kuchliligini aytyapman. Nimadir mavzuda essay yozadigan bo'lsa, yoki halicha assignment deyiladi, ya'ni uyga vazifalar. Bironta maqolani o'qib qolsak, birgalikda aytardik bir-birimizga, mana shunaqa ekan. Keyin halicha aytadi, yo'q, bunaqa emas. Chunki meniki skill based, halichaniki falsafa. Men aytaman, yo'q, innovatsiyalar juda yaxshi. Boya ham aytdim, sun'iy intellekt egallab oladi, sun'iy intellekt ko'proq narsa qiladi. Va hokazo, o'qituvchilarning o'rnini egallash mumkin. Halicha aytadi, yo'q, unaqa emas, egallamaydi. Va hokazo. Mana shunaqa ko'p fikrlar. Sizlar o'sha suhbatda ikkita mikrofon, bitta kamera qo'yib qo'ysalaring, juda zo'r foydali podkast bo'lar ekan o'zi, to'g'risi. Suhbatlar ko'rgan bo'ladi. Juda manfaatli bo'ladi.
to'ylaring ketishlaringni oldin bo'lganmi yoki? Shunday. Ha, 2020 ha, ha, birga birinchi yil, ketgansizlar. 2023 yil Ha. o'zi mana hozirgi fikrlaringizga bir xulosa, manda bir xulosa sifatida qiladigan bo'lsa, biz faqat o'sha haligi aytiladi-yu, bobolarimiz bor, biz shunday buyuk deb yuraveramiz-u, lekin ularni nimasini o'rganmas ekanmiz-da. Misol uchun aytaylik, mana jadidlarni hozir ulug'lash trendga chiqqan-u, bu bo'yicha hamma gapiradi, jadidlarimiz bunday bo'lgan, unday bo'lgan. Men o'ylaymanda, aslida shu jadidlarimizdek fikrlaydiganlar hozir ham yashayapti-da O'zbekistonda. Lekin biz hozir ham o'shalarning fikriga qarshi chiqib, xuddi o'shalarga qilingan munosabatni qilishda davom etyapmiz deyman-da. Misol uchun o'shani o'ylab ko'rmaymiz-da. ha, o'shani o'ylab ko'rmaymiz-da. Mana o'sha bizga saboq bo'lgan, katta saboq bo'lgan. Lekin undan biz nima deydi, bir xulosa chiqarmaganmiz-da. Xulosa chiqarmasdan va o'sha narsani yana davom etyapmiz va o'shaning uchun ham menimcha rivojlanmayapmiz deb o'ylayman-da. Mana shunaqa narsalar borligi uchun. Va menda bitta nima bo'ldi, hozirgi mana sizni fikringizga qo'shimcha sifatida bir savolmi yoki o'zimdagi fikrlar. Aytaylik, mana sun'iy intellekt salbiy va ijobiy tomonlari haqida gapiradigan bo'lsak, mana o'qituvchilarga ham bu juda ham katta foydasi tegishi mumkin. Misol uchun aytaylik, oldin o'sha dars uchun tayyorlaydigan slaydini 1 soat, 2 soat vaqt qilib o'zi rasmlarni qo'yib o'tirgan bo'lsa, hozir qaysi sun'iy intellektga shunday buyruqni berib, ma'lumotlarni kiritib bersa, 1 daqiqaga ham bormaydi. Unga tayyor slayd tayyor. Kerak bo'lsa foydali videolar, hali zo'r narsalar chiqarib berishi mumkin. Va men o'zimdagi holat bilan solishtirib taqqoslab aytadigan bo'lsam, men sun'iy intellektdan oxirgi paytlarda juda ko'p foydalanyapman. Misol uchun, men endi o'zi sayt yuritaman, Xalq ta'limi info degan sayt bor. Saytda endi bilasiz, ommaviy axborot vositalarida sarlavha e'tiborni tortish kerak, jozibador bo'lish kerak. Oldin sarlavhalarni o'zim yozardim va uzun bo'lib ketmasi kerak-da u. Keyin men sarlavha yozaman-da, uzunroq bo'lib ketadi, shuni ixchamlashtirib ber deb sun'iy intellektga aytaman. U ixchamlashtirib chiroyli sarlavha qo'yib beradi-da. Va men o'zimda shu narsani sezdimki, bu narsa meni fikrlashimga ta'sir o'tkazayotgan ekan. Ya'ni oldin men o'sha sarlavhani o'zim fikrlab tezda yozib qo'ya olardim. Hozir sun'iy intellekt bilan ko'p ishlayotganimga shunaqa kelmaydigan bo'lib qoldi-da. G'oya kelmaydigan bo'lib qoldi. Yoki bo'lmasam qanaqadir post yozyapsam, so'zlar topishga qiynalib qolyapman-da. Chunki men erinchoq bo'lib qoldi-da miyam. Hozir sun'iy intellektga aytsam, shunga bir chiroyli, bir jozibali bir matn tayyorlab beradi degan narsa borligi uchunmi? Endi bu salbiy tomoni bo'lsa, ijobiy tomoni nimada? Menga u qo'shimcha g'oyalar beryapti-da. Shunday. Mana shu tomoni zo'r. Shunga qanday qaraysizlar? Misol uchun buni plyus minusiga, misol hozirgi keys bo'yicha. Bu boyagi narsa, o'sha tabiiy holat. Texnologiya kirib kelgandan keyin haqiqatdan ham to'g'ri ajratib olish kerak. Juda ham to'g'ri qilgansiz, to'g'ri foydalangansiz. Ya'niki o'qituvchilarda mana bu konspektlarni tekshirish degan narsalar bor yoki bo'lmasa baholash degan narsa bor. Talabalarning kelib ketishi, ular qanaqangidir rivojlanishlarini u kompyuterga o'tkazib, hozirgi holatda ham sun'iy intellekt bilan qilsa bo'ladi-da. Sun'iy intellekt ham xuddi o'qituvchidan yaxshiroq qilib feedbacklar, ya'ni izohlar yozib beradi, tavsiyalar beradi. Mana bu talabada, mana o'quvchida mana bunaqa imkoniyati bor. Mana bu o'quvchi bu tomonga ko'proq yaxshiroq degan narsalarni qilib berishi mumkin yoki baholash, qanaqangidir g'oyalar olish, aytaylik, qaysidir fanga nimadir o'yinlar o'ynatmoqchi o'quvchilar bilan birgalikda o'qituvchi. Sun'iy intellektdan so'rashi mumkin uni. Men shunaqa dars o'tyapman, lekin uni o'yinqaroq qilib o'tkazmoqchiman va hokazo. Mana shuni g'oyalarni sun'iy intellekt ko'plab g'oyalar, qo'llanmalar bilan yozib berishi mumkin. Lekin ijodiy nuqtai nazardan turli xil har kuni o'zini aytaylik matnlar yozish, insholar yozish, uni inson 100% qo'ldan kelgancha, imkoniyati kelgancha o'zi qilish kerak. Chunki bu baribir insonning miyasi ko'p kitob o'qib, uni bironta qog'ozga tushirmasangiz, insonligi bo'lib qolmaydi-da. Va hokazo. Misol uchun yozuvchilarni ham, shoirlarni ham o'rnini egallashi mumkinmi? Chunki hattoki eshityapmiz-ku, bitta roman yozib bersa, roman ham yozib berayotgan. Yaqinda nimadir shunaqangi investigation deyiladi, bu aniqlangan. Bu Yevropada bo'lgan narsa. O'sha sun'iy intellektdan foydalanganligini kitob yozilgan, yaxshi kitob bo'lgan, ommalashib ketgan. Men hozir kitobning nomini eslolmayapman. Matnning ichida sun'iy intellektga javobiga mos bo'lgan pattern, ya'ni namunalar aniqlanib qolganda, bu tanqidchilar topib bilib qolishgan. Ya'ni kimdir o'zi nomidan e'lon qilgan. Kimdir o'zi nomidan e'lon qilgan. Va endi bu joyda ham shunaqangi savollar bo'lyaptiki, sun'iy intellektga anaqani nima deydi, promptni u yozuvchi bergan-ku.
lekin ya'ni u birovniki emas, sun'iy intellekt bergan ma'lumot ham birovniki emasda, u hech kimdan ko'chirmayapti. Yoki bo'lmasa oddiy maqola yozsak, tasavvur qiling, matematikani ham biz birovdan o'rganamiz-ku, to'g'rimi? Sun'iy intellekt ham kimlardandir o'rganib nimadir generatsiya qiladi yoki bo'lmasa bironta bir maqola yozayotganimizda ham biz yuzlab qanaqangidir maqolalarni o'qiymiz, tajribalar, birovlarning fikrini olamizda, qog'ozga tushiramiz, o'zimiz xulosamizni yozamiz. Lekin qanaqangidir ma'lumotlarga tayangan bo'lamiz o'sha joyda ham. Bu yerda ham qanaqadir paradoksik holat, sun'iy intellektni ham ko'chirayotgan bo'lishi mumkindir, lekin mana bu o'rganish jarayoni o'zi shunaqa. O'rganish jarayoni o'zi shunaqa bo'ladi. Endi manbasini ham ko'rsatib ber deyish kerak ekanda unda. Xuddi shunday. O'shani ustida ishlash kerak. Haqiqatan ham shu tomoni bari. Bizda huquqiy tomoni ochilganmi? Sun'iy intellektni ochilgan. ochilganmi? Bu yil bunaqada aprel oyida sun'iy intellektdan foydalanish bo'yicha qonun chiqdi. Hozir aynan mana shu sun'iy intellektdan foydalanib kontent yaratgan bo'lsa, markirovkalash belgilab qo'yilgan. Masalan, internetda, ijtimoiy tarmoqlarda AI dan foydalanib yaratildi degan narsani belgilab qo'yapti-ku o'sha. Anaqada Facebookda ham so'raydi, AI dan foydalanganmisan deb post qilishingizni oldin. YouTube'da ham so'rayapti. Endi odamlardan ham mana bu davlatimiz ham talab qilyapti. Hozir kimdir AI da foydalanib birorta kontent yaratsa, endi bu siyosiy darajada bo'lsa, ayniqsa qanaqa platformadan anaqa foydalanib yaratilganligini belgilab qo'yish kerak bo'lyapti. Etikasi degan tushuncha paydo Bu misol uchun mana videolar, har xil videolarni ham tayyorlab beryapti-yu, xuddi o'zi tayyorlagandek tayyorlayapti-da. Keyin misol uchun hozir u shunchalik ahvolda. Endi tasavvur qiling, 3-4 yildan keyin, 5 yildan keyin endi odamlarni turli xil agitatsiyalar qilib yuborish mumkin-ku, unaqa videolar yoki kim hali tushunmagan odamga kimdir jo'natsa, misol uchun kimdir onaxonga jo'natsa, tasavvur qiling-da, u yomon video bo'lsa, oilasi haqida yomon. Tasavvur qiling, o'shanaqada. O'shanda aniqlash uchun nima qilish kerak, misol uchun? Bu endi biz hozir o'zimiz mamlakatda, o'zimiz madaniyatni nuqtai nazaridan gapiryapmiz-da. Bir marta aniqlanmay ham qoldim-da, men kanalimga qo'ydim bitta videoni. Zo'r video ekan, hatto o'zim ham adashdim-da, shuning uchun nima pand yedimki, men o'zim ham sezmaganman-da sun'iy intellektligini. Keyin kimdir yozib qo'ydi, sun'iy intellekt deyapti, keyin kommentga yozib qo'ydi, postga yozib qo'ydim, edit qilib, sun'iy intellekt ekanini qo'ydim-da, bir xilda, men hayron qoldim. Bu boyagi biz rivojlanayotgan mamlakatlarda bunaqa muammolar ko'p bo'ladi. Lekin rivojlangan mamlakatlarda yoki Xitoy talabalarida ularda boradigan bo'lsangiz, ularda boyagi nimadir ma'lumotni qabul qilayotganda, ayniqsa Buyuk Britaniyadagi yaxshi bir critical thinking, ya'ni tanqidiy fikrlash degani, shu qanaqangidir ma'lumotni ko'ryaptimi, ular albatta tekshirib ko'rishga harakat qiladi. Qanchalik ishonchli manbadan kelyapti. Manbasini ko'radi birinchi. Mana bu yerda ham ta'limdagi muammoda. Biz ishonib ketaveramiz, lekin u yerda unaqa emas. Bir tekshirib ko'rasiz. Mana o'shaning uchun o'qituvchilar hozir kecha post chiqdi-ku, mana aldanib qolishyapti, shunday yana firibgarlarga cho'chishyapti. Ya'ni o'sha checking deydimi? Tekshirib ko'rmayapti-da, u rostmi, u ma'lumot yolg'onmi, qanaqadir xabar chiqsa uni bir tekshirib ko'rish, boshqa qilish degan narsa yo'q. O'zi shuni chin ishonib ketyapti-da, oqibatda mana qanchadan qancha mana afsuski shu o'qituvchilar qatlamida ko'p ekanda, firibgarlarga aldanish holatlari bo'yicha ko'rsatkichlar ko'tarsak, o'qituvchilar holati hatto to'g'ridan to'g'ri ta'lim muassasasiga borib targ'ib qilganda firibgarlik, moliyaviy piramida. Moliyaviy piramidalar. Kunizda chiqyapti, ishonyapti. Ya'ni u shartini qarang, mana hozir oxirgi chiqqani ko'p kitob, bitta platforma qilishibdi-da, kitob o'qiganiga qarab, pul yig'ar ekan. U o'qimaydi, kitobda kirib belgilab o'qidim, belgilab qo'ysa bo'ldi ekan. Mana shunaqa qilib pul yiqqanda mana bankdan kredit olib tikib olganlar bor ekanda, o'qituvchilar orasida afsuski. Shu narsaga ishonishyapti. Lekin bizda ming afsuslar bo'lsinki, mana malaka oshirish tizimida ham endi hozir mayli malaka oshirish tizimi yangilanyapti-yu, lekin hali ham turli xil nazariyalar, misol uchun qanaqadir bunaqa bo'lgan ekan, hali ham o'sha nazariya eski nima bo'yicha fikrlayapmiz. Mana attestatsiyada tushadigan savollar ham pedagogika bo'yicha 2010-2005-yilda yozilgan ma'lumotlarni hali ham biz testda foydalanyapmiz-da. Men uni aytmoqchi emasman, 100% noto'g'ri demoqchi emasman, lekin zamonaviy pedagogika kirib keldi-ku, uni qachon biz targ'ib qilamiz degan narsani hech bir o'ylab ko'rishmayapti-da mas'ullarimiz. Bu boyagi narsa-da, o'sha videoni ko'rib birdaniga ishonganingizda, o'zi ta'lim shunaqa bo'lganda, bizda buni kimdir o'qituvchi aytgan yoki kitobda yozilgan ma'lumotni biz haqiqat deb qabul qilganmiz, haqiqat deb nima deydi, yodlaganmiz.
va hayotimiz davomida ham qanaqangidir ma'lumot paydo bo'lsa, uni tekshirib ko'rmaymiz yoki bo'lmasa o'qituvchi aytmaydiki, men bergan ma'lumot yolg'on ham bo'lishi mumkin yoki bo'lmasa men anaqa emasman, xudo emasman, hamma gapim rostdan emas. Shuning uchun tekshirib ko'ringlar degan topshiriqlar bo'lmagan yoki bo'lmasa Sizlarda universitetlarda shunday deganmi? bizada ya'ni Britaniyada o'qituvchilar nima deyapti? savol bersa, o'qituvchi u yerda ko'proq facilitator nima deyiladi o'zbekcha? Fasilitator. Boshqaruvchi, Fasilitator. yo'naltiruvchi. Ya'ni Yo'naltiruvchi. sizni fikringizga emas, u qanday qilib bilim olishingizga yo'naltiradi. O'rganishni o'rgatadi. Qayerdan ma'lumot topasiz, nima qilasiz? U faqat o'zi nimadir ishni tadqiqot qilgan, o'zini taqdimotida o'zini fikrini aytadi-yu, oxirida keyin ko'p listlar beradi adabiyotlarga. Mana bularning fikrlarini ham o'rganib chiqinglar. Bular mendan ko'ra boshqacharoq aytgan. Yoki bo'lmasa nimadir savol bersangiz, javob bera olmasa, ya'ni u aytadiki, yo'q, men olib qochib ketmaydi. Va aytadi, bilmayman. Mana bu olimlarni o'qib ko'ringlar, balki shular shundan javob topsalaring kerak degan fikrda aytadi. Tadqiqot Ya'ni qilish kerak deb qo'yadi. Sizga nimangiz, yo'nalishingiz adashmasam Britaniyada birinchi pedagogika bo'yicha birinchi raqamdamidi? Shunaqa. Pedagogika bo'yicha Dunyo bo'yicha meni universitetim, aynan mana shu o'qigan maktabim 4-o'rinda turadi-da, ta'lim bo'yicha. Ta'lim bo'yicha. Ha, universitetim o'zi 20-o'rinda turadi. Global universitet reytingi juda yuqori. Chunki sababi u universitetda yuqori darajadagi sifatli tadqiqotlar amalga oshiriladi-da. Shuningdek bo'yicha Nobel mukofoti ham Edinburgdan chiqdi bu yer. Mana shu universitet. U yerda birorta ma'lumotni shu aytganimizdek juda chuqur tekshiradi. Essay yozib borganimizda ham har bir qatoriga qayerdan olganmiz bu ma'lumotni, o'shani manbasini keltirishimiz kerak bo'ladi. Manbani ham ishonchlilik darajasi bor. Masalan, istalgan mana bu maqoladan olganman deb aytib ketishingiz to'g'ri kelmaydi-da. Ishonchli manbalardan olgan bo'lishingiz kerak bo'ladi ma'lumotni. Shuning uchun ham menimcha universitet darajasi yuqori, butun dunyo ishonadigan darajadagi tadqiqotlar amalga oshiradi. Bitta essay yoki insho yozishimiz uchun biz nima qilardik? Mavzu tanlashimiz kerak. Mavzuni ham o'zimiz tanlashimiz kerak. U mavzuni tanlash uchun siz muammo topishingiz kerak. Muammo topishingiz uchun 10-15 ta maqola o'qib chiqishingiz kerak. U maqolalarni topish uchun siz nima deydi, mavzuni tushunishingiz kerak, qayerda yurganingizni va u maqolani tekshirib chiqishingiz kerak. Ya'ni bitta maqola topasiz. Google Scholar'dan aytaylik, Google Scholar'dan topganingizdan keyin uni keyin tekshirib ko'rasiz. Qani skoplardan tekshirasiz, ishonchli haqiqatdan ham. Bu olimni ishini tekshirib chiqasiz. Shu olim haqiqatdan ham ishonchlimi yo'qmi? Keyin bo'ldi, keyin o'qishni boshlaysiz. Keyin ikkinchi 10 ta, 15 ta, 20 ta maqolani shunaqa o'qiganingizdan keyin anaqani essayni yozasiz. Essay yozayotganingizda sizga berilgan o'sha yo'nalishlarda ham xulosalaringizni ham hisobga olishingiz kerak. Mana shunaqangi ta'lim bo'lgandan keyin tasavvur qiling, har doim u ichingizda savol bo'ladi-da, biror nimani ko'rsangiz, bunaqa tanqidiy fikrlashga уже majbur qilar ekanda. shunday. Mana shu joyda bitta narsa esimga tushdi. Hozir kiberxavfsizlik masalasini ko'tardilaringiz-ku. Sun'iy intellekt qancha rivojlanaversa, mana bu kiberxavfsizlik masalasi shuncha yuqoriga chiqyapti-da. Hozir O'zbekistonda odamlar juda ham sodda. Eng sodda primitiv shakldagi kiber muammolarga uchrab yuribmiz-da. Oddiy Telegramga tashab, "Men buni ochsang, davlat senga 200 ming beradi" desa, spamga botib, pulini yo'qotib qo'yib shunday yuribdi. Yoki kimgadir pasport ma'lumotlarini berib qo'yib, bankdan kredit ochtirib, shunaqa darajadamiz-da. Biza hali ma'lumotlarni umuman tekshirib ko'rmayapmiz. Rivojlangan davlatlardagi scam degan tushunchalar agar kelib qoladigan bo'lsa, Hozir u Londondagi boshqa katta shaharlarda oliyroq darajadagi scam bor-da, bizaga ham kirib keladi. Sun'iy intellektni chegaralab bo'lmaydi. Sun'iy intellekt orqali aytyapsizlar-ku, mana bunaqa videolar yaratilsa deb. Masalan, sizni nomingizdan ota-onasining nomidan kimdir video yuborsa bolaga ertalab maktab o'quvchisi, mana bu yoqqa kel, xolangni uyiga, biza xolang bilan shu yerdamiz, kel desa, u bola kelyapti. O'shaning uchun hozir maktablarda oldida turgan eng katta narsa manbasini tekshirishni o'rgatish bo'lishi kerak. Ma'lumotni fakt checkingga o'rgatishimiz kerak-da. Sun'iy intellektdan foydalanishni o'rgatish kerakmi dedilaringizda, ha, o'rgatish kerak. Uje aholini o'rtasida bu anaqani oshirish kerak. Sun'iy intellektdan foydalanish savodxonligi degan kurs qilish kerakmi? Yoki bo'lmasam mediadan foydalanishni o'rgatish kerakmi? Ma'lumotlarni tekshirishni o'rgatish kerak. Manbasi qayerdan kelyapti? Kunuzmi? Kunuz qayerdan olibdi deb qilish kerak. o'quvchi ko'p izlanishi kerak-da. Shuni bilish kerak. Nimadir
fan o'rganyapti, ma'lumot berilyaptimi, shunaqangi bo'lishi kerakki, o'quvchi izlansin boshqa manbalarda ham. U savollar berishni o'rgatishimiz kerak. Anavi savollar berishimiz ham sayoz bo'lganda biz anaqaga Buyuk Britaniyaga borganimizda birinchi faktlardan savol berardik. Nima deydi? Mana uncha yilda nima bo'lgan, mana uncha yilda nima bo'lgan. O'qituvchi bu nima qizi bor senga derdi. Uni mohiyatini Nima uchun nima kerak senga shunaqa savol? Google qil. Keyin o'rganib yoki Googledan so'ra derdi. Men bilmayman derdi. Keyin уже nimaga degan savolga o'tganmiz. Nimaga bunaqa fikr bildiryapsiz? Siz nimaga bunday deyapsiz? Muassasada Ikkita savol o'rtasida O'qituvchi bilan tortishaverardilar. Ha, asli nima shunga bilan nimagani o'rgatadi. o'rnida o'rtasida juda ham katta farq bor. Bittasi siz tushunishga harakat qilayotganingizni bildiradi, bittasi shunchaki savol beryapsiz. Tushunyapsizmi? Anavi bizda hozir gapingizga attestatsiya testlarida o'qituvchilarga Mauglining onasi ismi nima edi? Shunaqa har xil savollar berib yotibdi-da, shu xotiraga asoslangan. Hozir men masalani mavzuni sal boshqa tomonga burmoqchiman. Hozir siz gapirganingizda reytinglar haqida gapirdingiz. Menga juda ham qiziq bo'lardi. Mana misol uchun bizda O'zbekistonda maktablar reytingi adashmasam 2 yildan beri yuritilmaydi-da. O'zimizda milliy reytingimiz yo'q. Oldin ta'lim inspeksiyasi bo'lardi, ular belgilab berishardi. Uni reytingi ham yoqmas edi menga. Chunki o'quvchilarni oliy ta'limga kirish ko'rsatkichi boshqa qanaqadir sayoz bir nimalar asosida belgilashardi va bizda mana 2022-yildan boshlab PISA tadqiqoti o'tkazilish boshladi. Mana bu yil yana qatnashdik PISA tadqiqotida. O'zi mana shu PISA tadqiqotida qatnashishimiz bizga qanchalik yordam bera oladi? Mana shu haqida ham ozgina fikrlaringni bo'lishsanglar. O'tgan yili juda shov-shuv bo'ldi. PISA natijalari e'lon qilganda O'zbekiston juda past o'rinda ekanmiz, qaysi ahvoldamiz degan hamma har xilcha fikr bildirdida. To'g'ri, PISA tadqiqoti ham qaysidir ma'noda davlatimiz qaysi darajadaligini ko'rsatib bera oladi, lekin qaysidir ma'noda degan kalit so'z borda bu yerda. Nima uchun? Chunki u test bilan o'lchyapti birinchi o'rinda va keyin ma'lum bir guruh odamlarnigini tekshirib ko'ryapti darajasini. Bu birinchidan shu bir bo'lak odamni tekshirib ko'rgani butun O'zbekiston haqida yoki qaysidir davlat haqida to'liq savodxonligini yoritib bera olmaydi. Ikkinchidan bu kimni qoidalar asosida tekshirilyapti degan narsa bor. OECD davlatlari tomonidan PISA ishlab chiqarilgan va ularning falsafasidan, ularning qadriyatlaridan va ular nimani o'qitayotganligidan kelib chiqib, o'zlariga moslashtirilgan darajadagi test u. Lekin O'zbekistonda masalan baliqni suzish darajasini, baliqni qobiliyatini daraxtga o'rmalab chiqishi bilan belgilab berganday gapda u. Balki bizlar xohlayotgan, ular PISAdan kutilayotgan natija O'zbekiston bolalariga o'qitayotgan narsa emasda. Shuning uchun hozircha PISAdan past ball olishimiz men katta katastrofa deb ko'rmadim. Chunki hattoki Angliyada mana shu PISAni anaqasi chiqqanda, e'lon qilinganda men professorimdan so'rab ko'rganman. Biz davlatimiz juda savodxonligi past chiqibdi deganimda, nimasiga hayratlandilaring? Chunki PISAni biz ishlab chiqaryapmiz. Sizlar davlatlaringda biz o'qitayotgan narsani o'qitmayapsizlar. Bizni tuzib bergan savolimizga sizlarning bolalaring past baho olishi aniq-ku. Bundan tashqari, balki davlatlaringda haqqan ta'lim sifati yomondir ham. Lekin bu degani 0 ga teng degani emas yoki dunyo bo'yicha 180-o'rinda degani ham emas aslida deb tushuntirib berganda, sizlarda ham o'zlaringga yarasha yutuqlaring bor. Sizlar ta'lim daraja, masalan, O'zbekistonda ta'limini ham haqiqatda tan olish kerak, o'ziga xos yutug'i bor. Ularda ham ta'limini o'ziga xos yutug'i bor. Lekin bu degani ularnikini ideallashtirish va biz faqat shunga ergashishimiz kerak degani emas. O'zimizda milliy modelimizdan foydalanib, mana shu qadimgi falsafaga qaytib, o'shani rivojlantirishga harakat qilishimiz qadimgi kerak. falsafamiz bekordan bekorga ta'lim falsafasi bekordan bekorga bor bo'lgan narsa emasda. Haqiqatan o'zi PISAni savollari, PISAni topshiriqlari dunyo standarti, ya'ni yangi zamon, kelajak zamon bolalarini belgilab beruvchi savollardan tashkil topgan emasmi? Ya'ni hozirgi zamonda mana shunday standartda o'qitayotgan davlatlar yuqori natijaga erishadi yoki kelajakda erishadi degan narsani beradi deb o'ylayman men va shu mezonga asoslanib bizni O'zbekiston eng past o'rinda egallanyapti deb o'ylayapman. Endi tasavvur qiling, dunyoda o'sha PISA bo'yicha birinchi raqamli, birinchi o'ntalikdagi davlatlarni qarasangiz, hammasi rivojlangan davlatlar u. Demak, juda nima deydi, PISAni umuman kerak emas yoki PISAni savollari osmondan olingan deyishimiz ham nojoizmi balki? Mana shu joyga aytamanda, PISA bo'yicha qaysi davlatlar top 10 da turibdi? Finlandiya, Singapur, Xitoy. Necha yildan beri o'rinini bermay kelyapti-da. Endi e'tibor bering, Singapurda ta'lim modelini butun dunyo
ergashishga harakat qilyapti-da. Bu xuddi yangi chiqqan zamonaviy kiyim yoki telefonga o'xshash narsa bo'lib qoldi ta'lim ham. Bu ta'limni umuman qolipga solish, reytinglarga solib qo'yish, xuddi futbolga o'xshatib reytinglarda o'lchash aslida mumkin bo'lmagan narsa. Lekin biz globallashib qanchalik odamlar, davlatlar bir-birini bilib boshlagandan keyin bir-birimizda doim raqobat bor-ku. Shunaqa ta'limni ham hattoki biz raqobatga bir sport o'yiniga aylantirdik-da. Shunga bitta misol Bu yomonmi, Xadicha xonim? Men ta'limchi sifatida aytaman, bu yomon. Har qanaqa reyting ta'limga salbiy ta'sir ko'rsatadi. O'zimizni Shunaqa narsa bor, mana qarang, ta'lim o'zini qadrini yo'qotadi. Bunaqada faqat ta'lim, mana hozir PISAda nima aytyapsiz-ku siz, dunyo standarti. O'zi dunyo standarti bor degan narsami? Shu masalan g'arb ketayotgan yo'nalish 100% to'g'rimi? Bu yerda dunyoda haqiqat bormi? Dunyoda haqiqiy faqat bitta to'g'ri ta'lim degan narsani o'zi bo'lishi kerakmi? Balki masalan O'zbekiston uchun to'g'ri deb hisoblangan ta'lim Amerikada to'g'ri emasdir. Amerikani tutayotgan yo'li bozorga balki umuman kerak emasdir. Masalan qarang, bitta oilada 5 ta bola bo'lsa, hammasi injener bo'lib yetishib chiqish kerak degani emas-ku. 5 ta bola 5 xilcha yo'ldan ketsa bo'ladi. Bittasi masalan, ularda oilasida shoirlik umuman kerak emas, u pul keltirmaydi desa ham, u shoirlik yo'nalishidan ketsa ham aslida yomon emas-ku. O'zbekiston boshqacha yo'ldan ketsa, Amerika boshqacha yo'ldan ketsa, buni yomon tomoni yo'q. Va PISA mana shunaqa qolipga soladigan, kreativlikni qisqartiradigan reytinglardan biri deb hisoblayman. Bu meni shaxsiy fikrim. Bunaqada ham bitta tushuncha bor-da. Uzr, gapingiz bo'lmasa, Sirot aka, anaqada innovatsiyani o'zgarishida ham bitta tushuncha bor. Mana bu rivojlangan mamlakatlar ketaveradi. Buni orqasidan rivojlanayotgan kompaniyalar yoki mamlakatlar reytingda hech qachon boyagi birinchi o'rindagi pastga tushib qolmaydi. Chunki standartni ushlab chiqqan-ku. etalon. Etalon Yetib borolmaydi orqadagi hech qachon. borolmaysiz. Lekin qachondir u o'sha siz qancha mablag'lar tikasiz, juda ham ko'p narsa, endi unga yaqinlashgan paytingiz u standartni o'zgartirib yuboradi. Xo'p, mana Xadicha xonim teskarisini aytyapti shuni. Soching biz ularga qaramasligimiz kerak, biz o'zimizni yo'limizda ketishib. Lekin etalonga harakat qilishimiz kerak emasmi? Etalonga harakat qilsangiz hech qachon yeta olmaysiz. Dunyoda ham mana bu universitetlar Harakat qilmagandan ko'ra harakat qilgan yaxshi. bo'pti, o'sha bu hech qachon yetolmaydigan narsangizga harakat qilish nima keragi bor? Masalan, bizlar hozir ta'limda endi bizlarda xususiy maktablar ochish, xususiylashtirish endi kirib keldi. Yevropa buni уже anaqasini ham ko'rib bo'ldi. Yomon ta'sirlarini ham ko'rib bo'ldi. Tabaqalashtirishga keltirib chiqarildi. Mana shu ta'limga xususiylashtirish boshqa tomonga o'tib boshlayapti. Yana Yevropa o'sha maktab ta'limini hammaga bir xil qilishga qaytyapti-da. Biz ular orqasidan ketyapmiz, ergashib yuribmiz. Ular reytinglardan voz kechib, ta'limda xususiylashtirishdan ko'ra hammaga bir xilcha, qaytaga hammaga teng ta'lim berilishi kerak. Xalq uchun, insonni o'zini rivojlantirish uchun kerak degan narsani anglab yetib, standartini o'zgartirayotgan vaqtida biz ularni ishlab chiqqan reytingini orqasidan quvib yuribmiz. Juda qiziq narsa aytdingiz Xadicha xonim. Demak bizda hozirgi momentda hozir O'zbekistonda 3 xil, 4 xil bosqichlar bor, ya'ni tabaqalar bor-da. Davlat umumta'lim maktablarida oddiy maktablar bor, xususiy maktablar bor, ixtisoslashgan maktablar, prezident maktablar bor. Demak, biz hozir Yevropani yo'lida, demak bu narsalar aslida nima deydi, salbiy yo'l ekanligi isbotlanib bo'linganda. Demak, biz shu yo'lda tabaqalashtirildi. Mana qarang, reytinglarda eng katta yomoni hozir masalan prezident maktablarini keltirib bo'layotganligi ham nimaga? Mana shu qaysidir reytinglarga kira olish uchun-da, O'zbekistonda shunaqa salohiyatli kadrlar soni, ma'lum bir statistikalar uchun oldinga tortib ketadigan driver yoshlarni yetishtirib chiqarish uchun bo'lyapti, to'g'rimi? Lekin bu pastdagilar ularga hech qachon yeta olmaydigan, o'rtada juda katta bo'shliq paydo bo'lyapti. Oddiy qatlam bilan mana bu elita maktablarda o'qiganlar orasidagi farq umuman to'ldirib bo'lmaydigan darajaga ketadi. Chunki ular zo'r maktablarda o'qiydi, zo'r bog'chalarni bitirib, zo'r bog'chalarni bitirganlar eng zo'r maktablarga kira olyapti. Zo'r bog'chalarda o'qiyotganlar o'zi boy oilalarda bolalari bo'lib qolyapti odatda, yoki juda ham geniy bo'lishi kerak bo'lyapti va bu baribir elita qatlamga kiradimi? Ular unaqa maktablarda o'qib bitira olgandan keyin eng zo'r universitetlarga kiryapti. Eng zo'r universitetda o'qiganlar kiryapti. Bo'ldi, уже ular ancha oradagi farq hech qachon to'ldirib bo'lmaydi. Kelajakda ijtimoiy erishadigan mavqei bilan bu pastdagi qatlamda orasidagi farqni hech narsa bilan to'ldirib bo'lmaydi keyin. Siz tasavvur qiling, oddiy maktabda o'qigansiz, oddiy hech kim bormaydigan, zo'r majburlikdan boriladigan maktabda o'qidingiz, majburlikdan o'qiladigan universitetda o'qidingiz va hech kimga kerak bo'lmagan kadr bo'lib yetishdingiz. Va u yerda ish topish ham juda qiyin.
elita qatlamda bitirib chiqqan odam umrini oxirigacha elita bo'ladi. Oddiy maktablarda bitirgan odam umrini oxirigacha ishchi qavatda qolib ketadi. Shu jihatdan ham istisnolar bo'lishi mumkin. Ha, istisnolar juda kam. qaramaymiz. Juda kam protsess. Boyagina elita bu prezident maktabida yoki bo'lmasa ixtisoslashgan maktabda o'qigan harakatidan ko'ra ancha ko'proq harakat qilishingizga majbur bo'lasiz. Chunki sizda imtiyozlar bo'lmaydi. Siz raqobatda ustun kelishingiz Ikki karra ko'proq mehnat qilishingiz kerak. Raqobatlar juda ham ko'pchilik bilan raqobat qilib ustun kelishingiz kerak. Katta mehnat, katta bo'lishi mumkin bunaqa istisnolar. Endi oddiy maktabdagilar juda orqada qolib ketmaydi. Faqat 2-3 barobar ko'proq mehnat harakat qilish evaziga Shu yerda erishadi. bitta O'sha oddiy prezident maktabi bitiruvchisiga. meta fikrlash ham qilaylik, o'zimizni fikrimizga qarshi fikrlaylik. Hozir bozor iqtisodiyotidamiz. Hamma kim harakat qilsa, o'shaniki degan davrda yashayapmiz-da, to'g'rimi? Bozor iqtisodiyotida o'zi falsafamizda, hozir yashash falsafamiz, iqtisodiy falsafamizda kim ko'p harakat qilsa, kim zo'ri bo'lsa, haloli bo'lsin degan anaqada yashayapmiz-da. Kim ko'p imkoniyatdan foydalana olsa. Lekin bu narsani men ta'limga olib kirmaslik kerak deb o'ylayman. Chunki har bir inson tug'ildimi, qayerda bor, tug'ildimi, bir xilcha ta'lim ola olishi kerak. Chunki ta'lim ularning kelajagini belgilab qo'ygandan keyin sifatli ta'lim olishga har bir kishi qayerdan kelib chiqishdan qat'iy nazar, qanaqa oiladan tug'ilishdan qat'iy nazar teng ta'lim olishga haqli-da ular. Mana shu yerda fair bo'lish kerak, adolat bilan bo'linishi kerak. Farqi juda katta bo'lmasligi kerak-da. Mayli elita qilsin, lekin adolat bilan. Hozirgi elita maktablar bilan oddiy maktablar o'rtasidagi farq adolatli emas. Endi menda bitta fikr borki, shu yerda o'zim ham aslida mana shu prezident maktablariga, umuman tabaqalanishga juda qarshiman. Chunki bu narsani haqiqatan aytdingiz, rivojlangan davlatlar o'zi ko'rib, bu fikrdan qaytayotgan bir paytda biz aksincha uni rivojlantiryapmiz-da. Mana yana bunga bitta nima sifatida Garvardchilar maktabi joriy qilindi. Endi u undan ham yuqoridagi maktabda, endi hatto prezident maktabini o'quvchilari unga misol uchun 40 tami bu yil, 60 tami nechtadir olar ekan-ku bu yil. Misol uchun tayyorlamoqchi bo'lsa, endi soni esimga kelmayapti. Endi tasavvur qiling, butun respublikadagi prezident maktabini o'quvchilari unga raqobat qiladi-da. Endi prezident maktabi o'quvchilari raqobat qilayotgan joyga oddiy maktabda o'quvchisi raqobat qilishi juda qiyin masala-da. Endi u yetib bo'lmaydigan farqlar vujudga kelyapti-da. Endi men o'zim ham qarshiman-ku, lekin bir tomondan olib qarasak, mana men bir narsasiga xursand bo'lamanki, butun misol uchun o'sha respublika bo'yicha har bitta viloyatda nima bor, prezident maktabi bor bitta. Ya'ni kirsangiz zo'r, komfort sharoitlar va endi hozir har bitta tumanda ixtisoslashtirilgan maktablar ham bor-da. Ular ham komfort sharoit. Ya'ni yo'qdan ko'ra hech bo'lmasa bitta tumanda shunaqa maktab bor-ku degan nuqtai nazardan bir yaxshi emasmikin bu? Aytyapman-ku, mana shunaqa tabaqalashtirish bo'lsa ham adolatli tabaqalashtirish bo'lsin hech bo'lmasa deb. Mana bu farqni ko'ring siz prezident maktabidagi, endi oddiy maktabda hojatxona ham bo'lmaganda prezident maktabdagi sharoitlarni ko'rish bu adolatsiz deb o'ylayman men. Bu yerdagi bitta o'qituvchi olayotgan oylikda oddiy maktabda 10 tasi bo'lib olyapti. Birinchidan, yaxshi kadrlar o'z-o'zidan bu yoqqa ketyapti. Umuman bu e'tibordan chetda qoldirish bo'lib qolyapti-da. Oddiy maktablarda o'z holiga 100% tashab qo'yish bo'ladi bu ahvolda. Keyin prezident maktabiga qanaqa fanlardan imtihon bo'ladi, masalan, kirish? Matematika, ingliz tili, nima, tanqidiy fikrlash. Bu yerda faqat tanqidiy fikrlashda oddiy o'zingiz o'rgansangiz bo'ladi-da. Matematika va ingliz tiliga repetitorga borasiz. Yo'q, tanqidiy fikrlashdagi savollar shunaqa tushadi. 4-sinf mana hozirgi prezident maktabidagi kirish testini haqida ozgina gapirib qo'yar ekan bo'lsam, meni o'zimni o'g'lim topshirib ko'rdi. Ya'ni bolani 4-sinfdagidayoq stressga tushirayotgan holatda-da, unga shunaqa darajada raqobat kattaki, 24 ta odamga bola oladi bitta sinfga har yili, bitta prezident maktabi, unga 15 mingta bola topshiryapti. Tasavvur qilyapsizmi? Raqobatni, nimani, kongressiyani. Endi unga birinchi yili ochilganda xo'p 4-sinf bolalar tayyorlangan bo'lsa, hozirgi bolalar 2-3-sinfdan boshlab tayyorlanyapti-da. 2-3 yillab bola o'zini bolaligini, u 8 yosh, 9 yosh bolada. U o'ynash kerak-da unaqa betda. Misol uchun meni tasavvurimda. Lekin majbursiz, siz ota-ona sifatida siz mana Xadija bono halini aytgandek, nima deydi, bozor iqtisodiyoti sharoitida mavjud imkoniyatdan siz ham foydalanishingiz keladi. Shu elita maktabda siz ham o'qitishingiz keladi-da. Majbur 3-sinfdan boshlab berasiz. Endi boya kirolmagan stressga tushadi, ha? U ham yomon bo'lamiz. Yo'q, u juda katta. Qaysidir boshqa tomondan iqtidori. Ha, iqtidori katta bo'ladi, lekin 24 tagini. O'sha sifatsiz ta'limni yana olishga majbur. Ha. Vaqt
yana qaytib keladi. Nima deydi? Balki bittasiga aytganim shu masalani aytganki, har qanday jamiyatda u 1% olim, 1% aqllilar, qolgan 99%larni boshqaradi va yetaklaydi. Bu normal holat deganda, shunga nima deysizlar? Bu balki elitani saralashda maqsad ham 24 ta qilib va ixtisoslashgan 200 ta qilib, keyinchalik shular nima qiladi, jamiyatni boshqaradi degan. Bilasizmi? U gap siz aytayotgan narsa u haqiqatan ham xorijda u oddiy maktablarda o'qigan. Tasavvur qiling, prezident maktabida o'qiyapsiz. Siz 11 yil, aytaylik 11 yil, mayli, kamida 8 yil, 9 yil mobaynida siz elita maktabda, elita hayotda o'qiysiz. Universitetda ham xuddi shunday. Lekin olimlik faqat nima deydi, u yerdagi elita hayotdan yoki boshqa narsadan emas, u yerda tajriba degan narsa ham bo'lishi kerak. Bu ya'ni oddiy maktabda o'qigan odam ko'proq aytaylik davlat, hukumat nuqtai nazaridan olib qaraydigan bo'lsak, hukumatni, xalq hayotini kim ko'proq biladi. Boya nima uchun sizga anaqani savolni berdim, qanaqa qilib imtihon topshiradi? Aytaylik prezident maktabiga yoki bo'lmasa shunaqangi maktablar bor. Haqiqatan ham xorijda ham bunaqangi maxsus maktablar ko'pchilikda bo'ladi. U bunaqangi sohalarda emas, aniq fanlarda emas, san'at yo'nalishida qilsangiz bo'ladi. Masalan, san'atkorlar ko'pchilik bor. Musiqa maktabi misol uchun, musiqa yo'nalishida qilsangiz bo'ladi. Chunki ular hamma bilan bir xil fan o'qita olmaysiz ularga. Ular o'zini yo'nalishi bor. Ular majbursiz unga alohida ochib berishga. Yana qayta rivojlanadi va u o'rganayotgan narsa hamma uchun ham kerak emas. Tushunyapsizmi? Xuddi bu ham xuddi shunday narsa. Ommabop ta'lim ommabop o'rgatilishi kerak. Keyin kelajakda raqobat u ish o'rni paydo bo'layotganda yoki universitetga kirayotganda o'zi filtr bo'lib ketaveradi. Boyagi 1% olim esa u iqtidor, o'sha fan o'zini faniga, o'zini berayotgan yo'nalishiga universitet davomida, bu universitetda o'rganadigan narsa. U olimlik u oson narsa emas, o'zingiz bilasiz. U universitetda tadqiqot qiladi, boshqa narsa qiladi yoki bo'lmasa u aytaylik 9 yil ichida o'qiyotgan payti balki prezident maktabida o'qiyotgan bolani qiziqishi o'zgarib qolar. Yoki umuman nima deysiz, o'qishdan ko'ngli bezib qolar. Va hokazo, juda ham ko'p stressdan keyin. Keyin ijtimoiylashuv degan narsa ham bor. Mana misol uchun aytaylik, mana hozir men bitta narsani o'zimni hayotimizda, ta'lim siyosatida sezamanki, biz ta'lim bo'yicha qabul qilayotgan qarorlarimiz o'qituvchilarning ovozini eshitmasdan qabul qilinadi deb o'ylayman-da. Aytaylik, mana hozir bir qanaqadir tadbirlar joriy qilinyapti. Aytaylik, u maktabni o'zi u yerda qanaqa muammolar bor o'zi, mana dolzarb 90 kunlik deydi. O'zi maktabda sharoit qanaqa, u yozga issiq sharoitlarga dosh bera oladimi? Bu narsalar umuman tahlil qilmayapti. O'sha konditsionerda o'tirgan, o'sha nimada konditsionerli xonada o'tirib qabul qilinyapti-da bu. Ya'ni muzdekkina xonada derazadan oynadan mamdek qarayapti, muzdek tashqari zo'r to'garak o'tsa maza qiladi deyapti-da. Shunaqa narsalarni joriy qilyapti-da. Ya'ni u umuman ta'limdagi ko'p qarorlar afsuski o'sha o'qituvchilarning ovozini eshitib qabul qilinmayapti va eng achinarlisi o'sha o'qituvchilar bilan birga yashagan insonlar qabul qilmayapti-da qarorni. Shuning uchun ham noto'g'ri qarorlar qabul qilinyapti deb o'ylayman-da. Ya'ni aytmoqchimanki, mana shunaqa komfort sharoitda ulg'aygan bolalar ham kelajakda qanaqadir qarorlar qabul qilayotganda, mana shunaqa qarorlar qabul qilib qo'ysa kerak degan bir nima bor-da, qo'rquv bor. Narsa bo'ladi. Bu his qilish nuqtai nazaridan xuddi boyagi sun'iy intellektda insonda tajribasi yo'q dedim-ku. Bunda ham xuddi shunday. U oddiy bolani kechinmalari, oddiy bolani o'sha tajribasi, ko'rgan kunlari unda bo'lmasligi mumkin. Va bu tushunmagandan keyin kelajakda u rahbar bo'ladi, misol uchun tasavvur qiling. Keyin boyagi tushuncha paydo bo'lib qoladi. Mana deydi, siz tasavvur qiling, hamma siz elegant sharoitdasiz, hamma siz haqsiz deb sizni uqtirib kelaveradi. Siz aqllisiz deb nima deydi, o'zingizni ruhan tayyorlab ketaverasiz. Keyin oddiy insonning gapini eshitmaslik, bu insoniy tushuncha. Bu narsa ham bo'lishi mumkin va bu ham salbiy.
aytdingiz-ku mana bu qaror qabul qilayotganda o'qituvchilarni ovozi qolib ketadi deb. Mana bu ta'limda siyosatni ishlab chiqayotganda ham, boshqa siyosatni ishlab chiqayotganda ham qog'ozda chiroyli ko'rinadi-da. Hamma narsa yozgan vaqtingiz bu qog'ozda boshqa narsa bo'ladi, amalga oshirganda boshqa narsaga aylanib ketadi. Buni ayniqsa ta'limda qiyin jihati, hozir siz ta'limni to'xtatib turib, birinchi kelinglar, mukammal ta'lim qanaqa bo'lishi haqida, ideali qanaqa bo'lishi haqida o'ylab olaylik, buni yaratib olaylik, ungacha bolalar kutib tursin, keyin biza buni boshlaymiz, hamma bilan kelishib olaylik deya olmaysizda. Chunki ta'lim to'xtatib tura olmaysiz. Shuning uchun ham yana bitta tomoni, ta'lim hozir jamiyatdagi bo'layotgan o'zgarishlarga faqat javob beradigan bo'lib qoldi. Jamiyat yaratmayapti, faqat javob beryapti. AI kirib kelyaptimi? Tez AI ga moslashaylik. AI dan keyingisi kirib kelyapti, unga moslashib olaylik bo'lib qolganda ta'limda. Shuning uchun hozir ta'limda siyosat yuritish ham juda qiyin. Mana bu yozda to'garaklar tashkillashtiraylik degan tagida ham asli yaxshi maqsad. Yozda bolalar bir narsa bo'lib ketib qolmasin degani ham bolalarni shaxs sifatida hurmat qilmayotganligimizdan dalolatda, ular mustaqil shaxslar qilib tarbiyalamaganligimizdan, o'ziga mas'uliyatni olib, o'zi kitob o'qib o'tira oladi, uyda degan tushuncha yo'qda bizlarda. Uni o'zini o'rganishga o'rgatmaganligimizdan. Yozda ham o'qituvchilar band bo'lib, yozda ham nazorat qilish kerak shaxslarga qaraganday. O'quvchilarni xuddiki bizlar mahbuslarga o'xshab qarayapmiz. Maktabda ularni aniq ustidan kimdir nazorat o'rnatib turmasa, ular ichidan yovuz maxluqotchalar. Ular o'zlariga javob bera olmaydigan mavjudotlarga qaraganday qarayapmiz. Yo'q, ular mustaqil shaxslar. Ularni o'ziga qo'yib bersa ham, o'zlari ham nima bilandir kerakli ish bilan shug'ullana oladi. O'zini o'zi nazorat qilib, o'ziga kerakli ishni qila oladi deb o'ylamayapmiz. Yo'q, aniq nazoratchi kerak. O'qituvchilar yozda ham ularning ustidan hukmron bo'lib turishi kerak degan tushuncha bo'lyapti. Tagidagi falsafasi shu, hozirgi bo'layotgan ishlarda. Yana bitta narsa, ta'lim va tarbiya deydi-yu, maktabda ta'lim ham, tarbiya ham berish kerakmi shunda? Ha, men berish kerak deb hisoblayman. Maktabda ayniqsa AI kirib kelayotgan vaqtda o'quvchilar o'rganishdan ham ko'ra, mana bu bilim o'rganishdan ham ko'ra o'zini tutishni o'rganish kerak bo'lgan davr kelyapti. Ya'ni birinchi o'rinda o'zini qilayotgan harakatlariga mas'uliyatni oladigan mustaqil shaxslar bo'lishi kerak. Mustaqil shaxs, erkin fikrlovchi odam bo'lganda erkin fikrlashda chegarasi yo'q-da. U birovni erkin fikrlayman deb o'ldirib ketishi ham mumkin-ku. Shuni erkin fikrlashda ham chegarasi borligini biladigan tarbiyali odamlar bo'lib yetishib chiqish kerak. Endi bu yana ham dolzarb bo'lgan narsa deb hisoblayman. Tarbiya umuman men uchun uzviy ta'limda. Endi tarbiya deganda o'zi nimani nazarda tutishimizni aniqlab olishimiz kerak bu yerda. Tarbiya deganda hamma narsaga ergashib ketadigan, buyruqlarni so'zsiz amal bajaradigan bolalar nazarda tutyapmizmi? O'qituvchi bir qaraganda qo'rqib jim o'tirib qoladigan yoki tarbiyalangan odamni tushunyapmizmi yoki o'zini mustaqil fikri bor, qilgan ishiga javob beradigan, qiladigan ishini oldindan natijasini o'ylaydigan, qilgan ishini konsekvensi, ya'ni yomon ish qilsa unga jazo borlik, jazo emas, o'zi nimadir muqarrarligini, oqibatini biladigan odamlar tarbiyalaymizmi? Ertaga o'zi qo'ldan keladimi, o'rganishda ham davom ettira oladigan kimdir haqida gapiryapmizmi? Shuni bilib olishimiz kerak. Tarbiyani o'zi nima deb tushunyapmiz? Shuni bilib olishimiz kerak. To'g'ri. Lekin bizda to'g'ri, umuman olganda o'qituvchini birinchi vazifasi bizning maktablarda bolani tinchlantirib o'tirishda. Tushunib olavering endi tarbiya deganda nimani tushunyapman deydi. Nima tushunyapsiz? Tarbiya o'zini unda endi biz Buyuk Britaniyadagi PhD doktorantlar ham o'qiydi, el yurtimizda stipendiyant sifatida. Ularning ham farzandlari maktabga boradi. Maktablarda nimani o'rgatishar ekan, o'sha endi salbiy ijobiy tomonlarini ko'proq aytishga, ularda ham salbiy tomonlar bor. Ijobiy tomonlar nimadirlar gullar ekish, o'zlari bog'ida kartoshkalar yoki nimadirlar yetishtirar ekanu, qanchadir oydan keyin o'sha o'zlari ekkan kartoshkalarni o'zlariga terdirib, o'zlari ota-onasi pishirib berar ekan. Keyin so'rayotganda ham nima pishirib beray deb so'rasa, qiziq voqea bo'lgan. Nima pishirib beray deb so'rasa, biror nima pishirib beraman deb biz o'zbekistonlik kartoshka fri pishirib bering, yaxshi ko'radi degan onasi. Pishirib bering desa, "Yo'q, bolani o'zidan so'rang" deb urishar ekan ularning o'qituvchisi. Nimaga buni o'zidan so'ranglar? Qani nima xohlaysan deb so'rang, o'zi aytsin. Siz balki kartoshka frini yaxshi ko'rmas, boshqa narsa yegisi kelar deb. Ko'ryapsizmi? Bu ham qaysidir ma'noda yaxshi narsa. Chunki nima deydi, ertaga mustaqil. Mana bu tarbiya. Ya'ni bolani shaxs sifatida ko'rish. Shaxs sifatida ko'rish, nimadirlar mas'uliyat olish, o'zini
qilgan mehnatini natijasini tatib ko'rish va hokazo. Mana shularni hammasi ham bu tarbiya. Ular ta'limni ham beradi. Oliy ta'lim muassasasida hech qanaqangi tarbiya nuqtai nazaridan unaqa aralashmaydi o'qituvchilar. Chunki u siz tarbiyani olib bo'lgansiz. Siz u yerga shaxs bo'lib boryapsiz. O'zingizni qilgan harakatlaringiz, qilgan tanlovingizga o'zingiz javob bera olasiz. Kurator degan narsa yo'qda? Yo'q. O'zingiz javobgarsiz hamma ish. Bu yerda Mas'uliyat hattoki sizda. darsdan keyin o'qituvchi faqat akademik nuqtai nazardan o'qituvchiga murojaat qilishingiz mumkin. Dekan, kurator, starosta, Davomat, davomat. Yo'q, davomat ham hattoki shunaqangi o'qituvchi qilmaydi davomatni. Endi bizda shunday edi, menimcha halichalarda ham shunaqa bo'lgan. Bizda o'zingiz borib, o'sha QR kodlar devorlarga ilingan, borib QR koddan o'tishingiz kerak. Agar o'tmasangiz, nima edi, 3-4 marta o'tmasangiz, u o'qituvchi javob bermaydi. Siz darsga kelasizmi, kelmaysizmi? Bir kishi bo'lsa ham o'sha darsni o'tib ketadi. To'liq bo'lsa ham o'sha darsni o'tib ketadi. Lekin siz ularning qonuni bor. Siz xorijiy studentsiz, xorijiy talabasiz, qanchadir kun universitet kelmasangiz, ular o'sha elchixonaga xabar berishadi. Mana bu O'zbekiston fuqarosi aytaylik kelmayapti darsga. O'zini talabasi kelmasa-chi? O'zini talabasi kelmasa, bu ham o'zini Kursni eng qayta yomoni, o'qiydi. eng Ja yomoni bo'lmasa. kursdan yiqilasiz va majbur bo'lasiz. Kursni qayta o'qiysiz. Kursni qayta o'qish uchun pul berasiz. Juda Mas'uliyat katta pul. o'zingizga. Xohlasangiz. Xohlasangiz kelmang. Xohlasangiz, masalan, birinchi semestr o'qimasligingiz ham mumkin. Keyin bergan pulingizga kuyasiz. Bu hech qanaqangi hammasini oqibati sizni harakatingizga nisbatan oqibati bor. Va o'sha oqibat sizni jazolanishingizga, o'zingizni his qilishingizga majbur qiladi. Siz mana ikkovlaringiz ham bu bakalavrni bitirgansiz, magistrni ham bitta bitirgansizlar. Keyin demak hamma bosqichni ko'rgansizlar, solishtirish imkoniyatlaring katta bo'lganda, to'g'rimi? Boshqa olamga tushib qolgandek bo'lganmisizlar? O'rganda. Men to'g'risini Haqiqatdan ham. Rahmat. internetdan o'zi bilardim. U yerda hamma narsa erkinligini. Hozir podkastda gapirib o'tiribmiz-ku, mana shunaqa gapirib o'tirganlar eshitganmiz-da. Bu yoqda boshqacha deb. O'zi kutgan edim, to'g'risini aytsam, erkin muhit bo'lishini, qattiqroq mehnat qilib o'qish kerakligini. Shu kutilgan joyimga borganman, lekin baribir uni tanangizda his qilib ko'rish boshqacha. Oqshom soat 12 gacha dars qilmadingmi deb bu kunisiga so'ramaydi. O'rganib bormasangiz, keyingi darsni umuman tushunmaysiz. Mas'uliyat o'zingizga-da. Hech kim bu yerda uyga vazifa ham yo'q. Misol uchun Londonda aylanib yurish bo'lmagan ekanda. Bo'lgan, lekin baribir Bo'lgan. vaqtingiz bo'ladi. Chunki bir haftada 3 kun, 4 kun darslar bor yo'q. Bayramlarda 100% bayram qilishadi. Hech qanaqangi vazifa anaqalar bermaydi. Bo'ldi, siz masalan bir oy aytaylik, ularni ham bayrami bor. O'sha bir oy davomida dam olasiz. O'sha dam olish payti hech qanaqangi sizga vazifalar, topshiriqlar berilmaydi. Siz keyingi semestrga xohlasangiz mustaqil tayyorlaning, xohlasangiz dam olavering. Yana bitta tomoni, nima deydi, haqiqatdan ham eng qiziqarli, zo'r tomoni shunaqada shu joyda bo'lgan, siz bilan birgalikda suhbatlashganimizni aytgandim. O'qiyotganingizda o'zingiz harakat qilardingiz. Minglab, ya'ni O'zbekistonda biz ham yaxshi talaba bo'lganmiz, O'zbekistonda o'qiganmiz, lekin unaqa qattiq o'qimaganmiz. Uyga vazifalarga tayyorlanib borardik. Hamma narsani yodlab borardik. Shunda yaxshi talabasiz. Lekin aytdingiz-ku, necha yildan keyin aytaylik o'zbekistonliklar moslashadi shu narsaga. Biz ham o'zbekistonlik bo'lganimizdagi borganimizda moslashganmiz. Chunki ta'lim tizimi, madaniyat shunaqa bo'lgan, borib birdaniga moslashganmiz. O'sha yaxshi a'lo baholarga tugatganmiz. U yerda a'lo baholarga tugatish oson emas. Bu bitta kursda yuzlab talaba bo'ladigan bo'lsa, 3 ta, maksimum 5 ta bo'lishi mumkin. Sizlar endi tanlangan talaba bo'lgansizlar-da, shuning uchun qiynalmagasizlar, to'g'rimi? Umuman olganda, mana shu El yurt umidi jamg'armasi haqida ozgina gapirib o'taylik. El yurt umidi jamg'armasi meni nazarimda shu yangi O'zbekiston deylik, 2016-yildan keyingi islohotlar juda ko'p islohotlar bo'ldi. Misol chegaralar ochish yoki pul siyosatida, misol uchun valyuta siyosatida. Lekin eng yoqqani, men doimo maqtab kelamanki, El yurt umidi jamg'armasi eng zo'r islohot bo'ldi deyman-da. Sizlar kabi yoshlarni mana nima deydi, eng top o'qishlarga yuborib kelishida menimcha juda katta hali effektiv bilinsa kerak, to'g'rimi? Bu men juda eng to'g'ri, eng zo'r va eng uzoqni o'ylab qilingan ishlardan bittasi mana shu El yurt umidi jamg'armasi bo'lgan deb o'ylayman. Bu shuning uchun ham qaysidir ma'noda tarixdan olingan eng zo'r saboq mana shu bo'lgan. Va avval ham aytdim-ku, o'sha ikkinchi renessansda ham Xitoylarga borib o'qitib kelishgan yoki uzoqlardan O'zbekistonda o'sha Markaziy Osiyo hududida kelib ta'lim olishgan. Keyin jadidlar xuddi shu harakat Jadidlarni Germaniyaga jo'natgan. Germaniyaga jo'natgan. Chunki haqiqatdan ham bu to'g'ri ish.
xorijda borib to'g'ri ta'lim muassasalarini tanlab ta'lim olib O'zbekistonda uni qo'llay olish. Hozir birorta el-yurt umidi jamg'armasi stipendiyati yo'qki, o'zini ishlayotgan joyida faol emas yoki o'zini ishlayotgan joyida o'sha orqada qolib ketgan. Hammasi o'zini joyida ekspert, hammasi o'zini fikriga ega va hammasi o'z joyida nima deydi, tanqidiy yo'nalishlar bilan konstruktiv kritikizm, konstruktiv tanqidchilik bilan fikrlar bera oladi, o'zini mustaqil takliflarni bera oladi. Bu uzoq yil uchun bu juda ham katta strategik o'ylangan ish va bu to'xtab qolishi menimcha nima deydi, to'xtab qolishini tavsiya qilmaganman. Umid qilamiz, kengayishi kerak, davom etishi kerak. Isroil aka, men bitta narsani aytib o'tib ketay. Bizda endi ko'rsatuvimizda homiylar bor, eslatib o'tib ketamiz ozgina. Va bu safar sal boshqacharoq eslatib o'tib ketaylik. Mana bizni Prof University shu tanaffus podkastimizda bosh homiysi. Umuman olganda bizda Prof Universityda karyera markazi bor va sizlar mana xorijda o'qigan, nufuzli oliygohlarda o'qigan talaba sifatida deylik, o'sha karyera markazi qanaqa ishlagan, o'sha qisqa bir fikringizni aytib o'tib ketsangiz, balki o'sha fikrdan biz olib universitetga balki joriy qilamiz o'sha narsalarni. Qanaqa o'zi oliy maqsadi nima bo'ladi bu karyera markazi u yoqda? Universitetda o'zi kirgan talabalarda oliy maqsadi ishga joylashishda. Ishga joylashganda ham yaxshi pul keladigan, o'rnini topadigan joyda ishlash. Karyera maqsadi shu universitet bilan ish joyini bog'lab turuvchi platforma u yerda. U shunchaki sizga mana bu kompaniyaga ishga o'tasan deb joylab qo'ymaydi. Qanday qilib o'sha yerga yetib borishni o'rgatadi. Ular treninglar o'tib turardi. Qanaqa qilib CV yozish, ish o'rniga qanaqangi skilllar kerak bo'ladi, o'shalar bo'yicha treninglar o'tardi. Job intervyuda nimalar qilish kerak, ishni qanday izlash kerak, o'shalar bo'yicha qaysi platformalardan ish topsa bo'ladi. Yo'nalishingiz, ular siz bilan suhbatlar ham tashkillashtirib turardi talabalar bilan. Masalan, intervyular yoki bo'lmasam job fair degan narsa bor. Ya'ni biz O'zbekistonda ham ko'p qilinadi ish yarmarkalari. Karyera markazlari universitetga har xilcha universitetda o'qitiladigan sohalardan kelib chiqib, kompaniyalarni chaqirib, shu ish yarmarkalarini tashkil qiladi, talabalarni CVlarini yig'ib ularga taqdim qiladi. Mana shunaqa bizlarda kadrlar bor degan ma'noda. Ularda shunaqa tashkil qilingan karyera markazlari. Karyera markazlari endi bizaniki juda zo'r ishlardiki, har doim so'rovnomalar o'tkazib turardi, ham talabalardan, ham o'qituvchilardan, keyin ish beruvchilardan. Har doim so'rovnoma qilib, har 3 oyda, 4 oyda so'rovnoma natijalarini e'lon qilib turardi. Mana bu masalan eng ko'p top 100 talabalar bilan ishlaydigan tashkilotlar derdidagi kataloglar chiqarardi. Katta jurnallar bo'lardi. Bizlar olib qiziqardik, qanaqa sohalarga ko'proq qiziqyapti. Keyin eng top ishga kirgan talabalar bilan birga suhbatlar o'tkazib turardi va hokazo. Siz top talabalar safiga kirgansiz, adashmasam yaqinda. Xuddi shunday distinction, ya'ni a'lo baholar bilan bitirganlik bo'yicha men mukofot olganman. 2 ta mukofot olganman. Bittasi dissertatsiyam uchun. Ya'ni eng yaxshi dissertatsiya ishi, universitet bo'yicha eng yaxshi dissertatsiya. Fakultet bo'yicha, endi universitet bo'yicha emas, u yerda o'zi fakultetni o'zi bizadagi universitetdan katta. Fakultet degan school, ya'ni maktab deyilardi. Biznes maktabi bo'yicha. Ikkinchisi extracurricular activity degani bu darsdan tashqari faoliyatda faol bo'lganligi uchun degan. Hadijavon ham yutgan adashmasam. Dissertatsiya bo'yicha olgan. Dissertatsiya mana qilgan. Nima bo'lgan shunda? Distinction award berilgan, ya'ni sohasi bo'yicha eng yaxshi yozilgan dissertatsiya. Qo'y, ana. Rasmi Rubik qanday yoshlar? Rubik el-yurtchilar juda ko'pchilikda bor edi. Shuning uchun el-yurtchilar aytaman, eng zo'rlari. Oltin yaxshi avlodlar. Qo'yil, juda havasdamiz, nima deysiz. Siz Ulug'bek bo'lsam, bugungi podkastimiz yakunlanib qoldi. Nima deydi, homiylarni tanishtirib o'tsa. Homiylarni tanishtirdim, hozir Prof University fikrlarini ham oldim. Men o'yladim, juda yaxshi fikrlarni aytishdi. Demak, biz to'g'ri yo'lda ekanmiz. Bu shu narsalarni qilyapmiz hozir. Xursand bo'ldim bir tomondan va Abdulaziz aka aytgan fikrlarni nimalarni ham qo'shamiz. Xudo xolasa bu yaxshi fikrlar aytishdi. Mana hozir suhbatlar tashkillashtirib
turish, so'rovnomalar o'tkazib turish, bunaqa narsa qilmagan ekanmiz, lekin siz aytgan narsalar haqiqatdan qilayotgandik. Juda ko'pchilikda shunaqa tushuncha bor, ishga joylab qo'yish shart degan tushuncha bor, lekin haqiqatdan ish topishda o'rgatish kerak degan nima ekan. Demak, Profi universitet to'g'ri yo'lda ekan, yaxshi, xursand bo'ldim bunga. Profi universitetga bir taklif qilamiz borib, talabalar bilan uchrashuv tashkillasak zo'r shunday bo'ladi. qilaylik mana. Rozi bo'lsalaring, Vaqt bo'lsalaring. Ammani oldida rozilik bo'lmaysiz. Majbur bo'lib qolamiz. talabalar bilan jonli uchrashuv qilib bersalaring zo'r bo'lardi. Va bizni mana shu tanaffus podkastini tasvirga olish jarayonida yaqindan yordam berayotgan Son media studiyasi jamoasiga ham o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Bu yerda biz doim kelib gaplashib ketaveramiz. Keyin bizga tayyor hamma narsani montajini noldan qilib, chiroyli qilib topshirishadi professional jamoa. Boshqalarga ham mana shu studiyani tavsiya qilib qolamiz. Va shu o'rinda sizlarga vaqt ajratib kelganinglar uchun minnatdorchilik bildiramiz Isroil aka bilan birgalikda. Xursand bo'ldik to'g'risi. Zo'r suhbat bo'ldi va o'qituvchilardan ham mana bu layklarni bosib, kommentariyalarga izohlarni yozib, bu suhbatimizni ko'proq ko'pchilikka yetishiga bir yordamlashsanglar juda ham bir manfaatli bo'ladi. Barchamizni o'sha farzandlarimiz sizlardek oqil, donishmand, o'qimishli yigit-qizlar bo'lsinlar. Katta rahmat. Ishlaringizga omad tilaymiz barchalaringizga. Demak, bugungi tanaffus podkastini bilan yakunlaymiz. Rahmat.